Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ekranning oldidagi dunyoning hamma joylaridagi qarindoshlar. Hammanglarningki mushu vaqti va buningki vaqti xayrli bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar programmasining 65-sonida Qur'on ma'lum bir zamonga xosmi degan temani cho'ridab bir dars qilmoqchi. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Aleykümselam. Qanday ahvollari? Tinchmi turiblar? Yaxshi, fidoyi qarindishim, o'zingizmi yaxshi, obdan turayotgansiz. Men programdagi qisqacha mazmunini qata so'zlab o'tay. Qur'on ma'lum zamonga xosmi. Shunday qilib 10 necha asr ilgari Allohning elchisi Muhammad alayhissalom orqali bizlarga nozil qilingan Qur'onning zaman u davrda yashagan insonlarga munosabatlik jarayonlari haqida Qur'ondan nazar programmasining 65-sonida to'xtaladigan bo'ldik. Qur'on ma'lum zamonga xosmi yoki zamondan hal qilgan kitobmi? Uningda bayon qilingan zaman va u davrda yashagan insonlarga munosabatlik bayonlarni qanday tushunamiz? Kunimizga qanday tatbiqlaymiz? Qatorliq savollar asosida Qur'on manbalik asli dinning ta'limotlaridan bu programmamizda xabardor bo'lamiz. Qur'onni ko'nrab, vaqti o'tib ketdi deb qaraydigan, mo'ngluq ahog'ida mas bo'lib, mazmunini tushunib o'qishga rag'bat qilmaydigan, burunqi xato tafsirlari bilan Qur'onni xato tushundirib kelayotgan barliq vatandoshlarga tavsiya qilamiz. Ustoz, qanday ahvollar? Yaxshi, Endi Allohga shukr. mushu bizningki islom ulamolarining orasida ikki xil qarash bor, masalan. Birisi deydi, bu Qur'on zalash 1400 yil ilgari aşağı nazil bo'lgan shu zamondagi nimaga javob berdi. Bu zaman bilan munosabati yo'q deydiganlar bor. Yoki bo'lmasa ateistlarning, yoki bo'lmasa islomga qarshi ba'zi dushmanlarning ayda qarashlari bor. Hatta ba'zi o'zini olim deganlar hatta bu Qur'onning ba'zi hukmlari nasx qilingan qilish oyatlari bilan birgacha degandek bunday qarashlarmi bor endi. Sizlarcha bu qarashlar to'g'rimi? Qur'ondan nazar sog'inimizda biz qanday qilganchalik to'g'ri qaraya olamiz? Bularni cho'rida bizga bir dars qilib bergan bo'lsalar. Assalomu alaykum. Dunyoda qaysi joylarda hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Qarindishimiz Abdulaziz degandek, bugungi o'zi Qur'on nazar programmamizning 65-sonida Qur'on ma'lum zamonga xosmi degan mazmunda to'xtalamiz. Zodi buningda nurg'unlagan olimlarniki o'xshamagan qarashlari mavjud. Bir qismlari Qur'ondagi hukmlarga Arab yarim orolida bo'lgan voqealarga munosabatli holda tushadigandan keyin bu Qur'onni shu zamonga xos deb qaraydiganlar bor. Bir qismlari har qanday zamonga universal, ya'ni har qanday zamonga to'g'ri keladigan bunday bir kitob deb qaraydiganlar bor. Endi Qur'onni o'qigan vaqtimizda, Qur'onni shu rasmiy ayndaq tatbiqlab ko'rgan vaqtimizda bu ikki qarashniki qos to'g'ri yoki ikkili qarashda to'g'ri va xato taraflari bormi? Shuning o'zini biz oydinlashtiramiz, Xudoyim bo'lsa inshaalloh. İnşallah. Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida Qur'oni Karimdagi e'tiqod, ibodat va prinsiplari bu universal bir kitob. E'tiqod hech bir zaman o boshqa bir shaklda tushuntirilmaydi. Shubhati la ilaha illalloh degan o'zi qoida bo'yicha tushuntirildi. İbadetmi
şu Peygamber Aleyhisselam zamanı qandaq qılınğan bolsa yoki bo'lmay Qur'oni Karimda qandaq ko'rsatilgan bo'lsa, u hech bir zaman o'zgartirilmaydi. Oshbet qilindi. Prinsiplar degan vaqtda prinsiplar hech bir zaman o'zgarmaydi. Prinsiplar misol e'tiqodga bo'lgan prinsipni misolga olsak, buningda Allohning borligi bilan birligining o'zini prinsip qilgan. La ilaha illalloh degan mushu jumla ikki narsaga, ikki prinsipni o'z ichiga oladi. Ya'ni har qanday bir yerda Qur'oni Karimda tilga olingan yer bor, bizni o'zi hech qanday bir narsa yaratgani yo'q. Bizni hech qanday bir narsa o'ltirmaydi, faqat zamon o'ltirdi degan qarashdagi kommunistlar shu zamonlardan bo'lganki, xuddi shunga o'xshash e'tiqoddagi insonlar bo'lgan, Alloh o'zi bizni yaratdi degan insonlar bo'lgan, shundaq nurg'un ko'z qarashli insonlar bo'lg'achqa, Qur'oni Karim shunday har turli ko'z qarashni o'ttirib qo'yish orqali uniki asos prinsipi shirk keltirmaslik bilan Allah'ın o'zi yo'q deyishga qarshi, ya'ni Qur'oni Karim shirk qarshi asosan. Shuning uchun la ilaha illalloh deganni tavhid bir aqidasi. Buning da o'zi Allah'ın birligi degandan shirk qarshi degan gap. Shunga birlikdan iborat bu prinsip, uningdan barligidan iborat bu ikki prinsipni asos qilgan tavhid. İkincisi ibadet olsa desa, ibadetin o'zi her xil narsalarni vasita qilish orqali Allohga cho'qinish, Allohga ibodat qilish yoki bo'lmaydi boshqa narsalarga ibodat qilish o'xshash shunday nurg'un shakllar paydo bo'lgan. Shu vaqtda Alloh taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun degan ibora va buni qo'shib nurg'un nima jumlalar bor Qur'oni Karimda. Bunda Alloh taolo ibodat qilishda Allohga ibodat qilishni prinsip qilgan. Shuning uchun bu prinsipning sirtiga chiqib ketgandan keyin orliqqa bir narsa qistirulgandan keyin, masalan, orliqqa payg'ambarlarni qistirsin yoki olimlarni qistirsin yoki bo'lmaydi qorilarni deymiz, bizniki jiqqi bunday ishlar. Shundaq narsani orliqqa vosita qilgandan keyin u yerda shirk paydo bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bu ibodat Allohning g'ayri orqali Allohga qilingan bir ibodat bo'lgan bo'ldi. Ya'ni orliqqa vosita qilib ikkinchi ilah yoki qatorda qilgan hisoblanadi. Shuning uchun bunday ibodatni Alloh taolo talab qilmaydi. Ibodat qilish faqatla Allohga bevosita qilinishning o'zini Alloh taolo prinsip qilgan Qur'oni Karimda. Bu hech bir zaman o'zgarmaydi yani. Endi uchinchisi degan vaqtda uchinchisi ahkamlar qo'ygan prinsiplar bor. Ahkamlar qo'ygan prinsiplarning o'zida misol siyosat sohasiga Alloh taolo qo'ygan prinsipning o'zida lakum dinukum valiyadin degan oyatni eng oxirgi o'zi xulos sifatida shuning o'zini o'ttirib qo'ygan. Ya'ni bir davlatniki ma'murlari davlatning ichidagi fuqaroliga muomala qilgan vaqtida har odamniki dini o'ziga deb dinni surishti qilmasdan. Yana bir oyat var. La yaskar kavmin en kavmin degan oyat. Bunun asasen milletni, yani milletçilik qilib boshqa milletning o'zini kamsitmasdan. Mush ikki narsaga diqqat qilishning o'zini Alloh taolo buyurgan. Bu ikki prinsip asasen siyosat yurgizildi, nimaniki davlatning ichidagi fuqarolarga. Hamda ahkamni ijro qilish sohasida degan vaqtda Alloh taolo faqat adolatni prinsip qilgan. Yani adil, hamma odam barobar adil o'zi hukm chiqarishni prinsip qilgan. Demek ki Qur'oni Karimdagi bu prinsiplar hech bir zaman o'zgarmaydi. Bu Qur'onniki universal, ya'ni o'zi har qanday zaman va makonga to'g'ri keladigan tarafi. Ya'ni har qanday bir o'zi qonunni, ya siyosatga bo'lgan qonunni yoki jinoiy ishlar qonuni yoki bo'lmaydi o'rmon qonuni yoki tabiat qonuni deganga o'xshash har xil qonunni tuzash qilib qolsa-mu, Qur'oni Karimda shu sohada qo'ygan prinsipga asoslanib, shu o'ziniki rayoniga muvofiq holatda qonun tuzsa, bu Alloh taoloning prinsipiga amal qilgan bo'ladi va u to'g'ri qonun bo'lgan bo'ldi. U qonunning o'zini adolatli ijro qilsa, Alloh taoloning adolatini namoyon qilgan bo'ldi. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi maqsad ado bo'lgan bo'ldi. Ammo bu yerda biz bu nimaning o'zini shariat degan bir mavzuda o'tdi, bir suhbat.
aşını sözlüge aşını özü nimqa vaqtida bir qur dep ötdük. Qur'oni Kerimdeki şu prinsiplarga asaslanıp durup kanun çıkarıldıgan gap. Ama kanun her yerde. Mesela Angliyadaki insanlarniki ve Angliya cemiyetindeki emri ahvalı qarab durup, aşı Qur'oni Kerimdeki şu prinsipni asas qilib durup kanun çıkarsa, Qur'ondaki özü prinsipga asasen kanun çıkargan boludu. Onu bütün xalqqa adalet bilen, yani adil özü icra qilsa, adaletni namoyon qilgan boludu. Misalda bu yerde çıkan kanun mesela kembag'al yani başka bir devletlerde mesela Afrika'daki Somali deymiz ve keza eğri $100, $200 yoki aşındaq pul işleydigan ya ba'zi yerler var mesela $40 işleydigan aşındaq yerlerge seliştirgan vaqtida misal baj kanunu deymiz aşındaq kanunlar kelgan chaqda sosyal yordam kanunları deymiz bunda kanunlar kelgan vaqtida undaq yerdeki özü tüzgen kanun bilen mao bay devletlerge qarta bay devletler özü qarta tüzgen kanun yani o'xshash bo'lmaydi. Bay devletler u yerdeki özü bay bo'lgandan keyin shu yerdeki iqtisodiy sharoit qarta qildigan yordami ko'p bo'ladi. Kambag'al devletler o'ziniki iqtisodiy ahvoli qarta qildigan yordami oz bo'ladi, misol sotsial yordam sohasida bergan maoshim shunga qarta bo'ladi. Shuning uchun bu qonunning o'zini insanların ihtiyacını asas kıldı. İnsanların ihtiyacı bu yerde prensip oldu. Şu maaş ölen insanlar özünün ihtiyacını kamdayalımdı, kamdayamadı. Devlet onun özüne aşını asas kıtırıp bu yerde özü insanlara sosyal yardım verişi olsun, ya olmaydı maaşı verişi olsun bir yer işlese aşı prensip asasen özü toxtutudu. Demek kanun aşının qarta tüzüldü. Bu prensip hiç qandaq bir yerde özgermeydi. Yani ihtiyaç degan narsa hiç qandaq bir yerde özgermeydi. Ama bazı yerlerde pulniki özü unchalar kuchi bo'lmaydi. Kuchi bo'lmagandan keyin jiqaroq o'zining puli mesela Angliyani misol olsak, birqancha lag'manni 15 sterling yeymiz. Buni Turkiyaniki pulsiga hisoblagan vaqtida 700 ko'yga to'g'ri keldi misol. Hem de u yerga borsak bir qancha lag'manni asosan 200 TL yeyishimiz mumkin. Bundaq bo'lgandan keyin demakki nima degan vaqtida u yerdagi sharoit bo'lmaya o'xshamaydi. Shuning uchun u yerdagi ehtiyoj qarta insonlarning ehtiyojini asos qilib turib maash naskerini to'xtadi. Davlatmi boj qonuni nima tuzgan vaqtida davlatniki ehtiyojini asos qilib turib qonun tuzaydi, boj qonunining o'zini. Bu prensip yani ihtiyaç yani xalqning ehtiyacı, devlet ehtiyacı degan ihtiyaç hiçbir zaman özgermeydi. Bu şu ihtiyaçga asasen devlet özüneki iqtisodiy qonunning o'zini tuzaydigan gap endi. Demek bu yerde Qur'oni Kerimde özgermeydigan narsa nima ekan degan vaqtida e'tiqod yani aqida ve o'zi ibodat ve yani prensip bu üç narsa özgermeydi. Hiçbir yerde özgermeydi. Hem onunla asaslanıp tuzgan qonunlar her zamanda şu zamandaki özü insanların ihtiyacındaki ya ki insandaki özü iqtisadi ahvalındaki özgürlüğe ya ki özü o yerdeki cemiyetin özgürlüğe asasen kanun devamlı şu cemiyetini kontrol kılış maqsadida onu to'g'rilanib özgürüp durdu. Onu özgertmese o kanun ahir kalgan gap. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtida Qur'oni Kerimdagi universal terapi qasika degan vaqtda bu üç narsa asas qilindi. Yani etikad, ibadet ve prensipler. Bu neyse hiçbir zaman özgermeydi. İkisi etikad bilen ibadet, Kur'an-ı Kerim'de kandak gösterilgen bu şu halette, şu pete özü Allah Teala şu halette iman etmiş. Allah iman etan degan uğurlar hemisi şu katarda iman etmiş. Kur'an'ı gösterilgen boyunca ibadetin özümü Kur'an'ı gösterilgen boyunca özü kılınış. Bu özgermeydi. Prensip hiçbir zaman özgermeydi. Mesela o'g'irlik nima jinoyatchiga jazo berish degan bo'lsak, o jinoyatchiga jazo berishning o'zini Qur'oni Karim prinsip nima degan vaqtda prinsip o jinoyatchiniki o'tkazgan jinoyatiga muvofiq jazo berish. Bima kasabat degan o'zi ibora bor. Qilgan ishiga loyiq holatda jazo berish bu bir prinsip. Ya'ni bu yerda millatchilik qilish yoki dinchilik qilish orqali ma odam meniki dinimdanki biz ikkimiz bir din ekanmiz. Anda bo'lganiki bunga biroz o'zi e'tibor berib jazoni yengiltib qo'yay.
yoki odam meniki dinimdan emasga bunga sal eg'irroq jazo berib o'tay, yoki odam mening millatimga buningga yeniq jazo beray, mening millatim emasga buning eg'ir jazo beray deb hozir Xitoyga o'xshash andaqalqi qo'sh o'lchamli qonunni ijro qilishni qo'sh o'lcham bilan ijro qilish bu o'zi Alloh taolo nima qilmagan to'sqan bir o'zi usul. Onun uchun bu prinsip hiçbir zaman o'zgarmaydi. Ya'ni shu har qanday qonun prinsip asosida chiqarildi. Qonun davomliq jamiyatning o'zgarishi, jamiyatning o'zgarishiga asosan u jamiyatga tatbiq qilgan asosda jamiyatni kontrol qilishni eng o'z to'g'ri shaklni asos qilgan holda u qonun davomli o'zgarib turdi va ba'zi qonunlar amaldan qilib yangidan qonunlar chiqib turdi. Ammo prinsip o'zgarmaydi. Şunun için bizniki bilib aldığan narsamiz nima degan vaqtda Qur'oni Karimning ichida o'zgarmaydigan 3 narsa asos qilindi. Bütün payg'ambarlar shunday bo'lganda o'zining zamoni va makonida 3 narsani o'zgartmagan. La ilaha illalloh o'zgarmagan, Alloh bo'lgan ibodat o'zgarmagan va u jamiyatga loyiq o'zi jamiyat bo'layotgan ishlarning o'zini Qur'oni ya'ni o'zining qo'lidagi kitoblardagi prinsipga selish orqali bu yerdagi masalani shu jamiyatga loyiq holatda hal qilishdan iborat. Bu narsa o'zgarmagan tarixdan buyon. Ya'ni Alloh taoloniki bu yerda bizga tavsiya qilgan yoki bizniki biz Qur'on nimani deb o'tdik, mush payg'ambarlarniki voqealigini so'zlagan vaqtdami har payg'ambar o'zining zamonida shu zamondagi masalalarning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsipga sep turib uni to'g'ri hal qilib, millatni to'g'ri yetaklab mangan. Uning uchun o'zi keyin kelgan ummatchi degan vaqtda ummatmi payg'ambarning izidan mangma, payg'ambar o'zi tutgan yo'lni tutib mangma desa, Alloh taolo tushirgan shu kitobning o'zidagi prinsiplarga jamiyatdagi o'zining shu yashayotgan jamiyatdagi masalalarni selish orqali to'g'ri bir o'zi yakun chiqarib, to'g'ri bir o'zi nima chiqarib, hamda shu hukm chiqarib, masalani to'g'ri hal qilish bu o'zi payg'ambarlarning tutgan yo'liga degan bo'ldi. Bu prinsiplar hamda har bir masala ustida buni o'zini boshdan oxir desak, hamda yuzlagan prinsiplar chiqadi. Hozirgidek shu bir qancha prinsipni o'zini o'tirib qo'ydik, ammo Qur'oni Karimningki asosliq o'zgarmaydigan prinsiplarni shu 3 narsaga yig'incha qilsak, bu to'g'ri bo'ldi. Hamda ikkinchi tarafchi degan vaqtda ikkinchi taraf zamonga xos qilingan taraf. Bugun zaman to'g'riliq Qur'oni Karim bir zamonga xosmi degan bo'lg'achqa, bu zamonga xos tarafining o'zini bayon qilamiz. Zaman xos tarafi nima degan vaqtda her zamanda çıkarılgan hükümler, yoki bo'lmaydi her zamanda da şu zamanға loyiq holatda, şu zamandaki amaliy ahvolning o'zini nazar tutgan holatda Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilib turib tuzgan qonunlar keyingi zamonlarda bir qismi amaldan qoldi misol. To'liq amaldan qolmagan taqdirdami, davomli amaldan qolib turdi. Uning o'zini insonlar Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilib turib, o'zining zamondagi masalalarni hal qila olgan shaklda tuzash, shu zamondagi yana insonlarniki o'zining vazifasi bo'ldi. Misol, hozir bizning qo'limizda bor narsa fiqh bor. Musulmonlarning qo'lida, butun musulmonlarning qo'lida bor narsa shu fiqh kitob, Sharh va qoida deganda kitoblar bor. O kitoblar Abbosiya sulolasi zamonlarida davlat qonuni bo'lgan kitoblar, u qulluq bir davr edi. Shu qulluq davrida şu davrdagi masalalarni hal qilish maqsadida tuzalgan qonunlar. Hamda bu qonundagi bir qism yerlari Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslangan bo'lsa-mu, bir qism yerlari Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanmagan yerlarmi bor. Chunki Qur'oni Karimdagi prinsiplarga nihoyat zid keladigan yerlarim bor. Ham nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu qonunning o'zini hamda hozirgi vaqtda biz davlatimizda shariatning o'zini yo'l qo'ymaymiz. Deb o'tirib, shu qonunning o'zini şu devletimizde kanun qo'llangan vaqtida o devletniki qonun sohasidagi ehtiyojini qamdayamaydi. Yani nurg'un sohaga javob berolmaydi. Nurg'un sohadagi masalalarni hal qilolmaydi odatda.
Misal hozirgi bank masalasi deymiz. Misal o'xshash jinsliklarniki yana öy tutish masalasi, zina qilish masalalari deymiz. Andaki sunniy narsalar zina qilish masalalari deymiz. Xuddi shunga o'xshash bank halqi üstüme halqi hozir har xil o'yinlar bor misal. Kompyuterda o'ynaydigan deymiz, har xil soatlik o'yinlar deymiz. O halqi qimmaniki bir turga o'xshash shunday narsalar bor. Ashundaq narsalarni hal qilishga o kitoblardagi nurg'un narsa yetarsiz-da. Hem onu qanday qilish kerak degan vaqtida o kitapның o'zi, ya'ni shu qonun o qulluq davridagi masalalarning o'zini hal qilish uchun Arab yarim orolidagi masalalarni, Arab jamiyatidagi, Arab madaniyatidagi masalalarning o'zini shu zamondagi bo'lgan masalalarni hal qilish uchun yozilgan kitob bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonda qulluq davri emas. Qulluq davri bo'lmagandan keyin u yerda qonun tamoman o'zgartib, hozirgi zamondagi masalalarni Qur'oni Karimdagi şu prinsipni asas qilgan holatda hozirgi zamondagi masalalarni hal qila oladigan qonun tuzash, siyosiy qonun bo'lsin, xalqaro munosabatga doir qonunlar bo'lsin, yoki bo'lmaydi, jinoiy ishlar qonuni bo'lsin, o'rmon qonuni bo'lsin, tabiat qonuni bo'lsin, bunda qonunlarning o'zini hozirgi zamondagi masalalarni hal qila oladigan shart ostida Qur'oni Karimdagi shu prinsiplar asoslanib turib tuzsa, u odam Qur'oni Karimga amal qilgan bo'ladi, u davlat yoki agar uni adolat bilan o'z ijro qilsa, nima bo'lgan bo'ldi desa, Qur'oni Karimdagi o'z adolatni vujudga chiqargan bo'ldi yani. Bu o'zi Qur'oni Karimdagi qonuniy sohadagi, ya'ni Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan prinsiplarga asosan tuzilgan qonunlarniki her zaman, her makonga butunlay şu nimetin Umayya sulalasidan başlap kıyamet qaim bo'lishlik kuchga ega bo'lolmaydiganligi va uni davomli zamonga moslashtirib turib, zamondagi nimaning o'zini zamon va makondagi masalalarni to'g'ri hal qila oladigan shaklda uni tuzitib turib, to'liqlab shunda qonun qilib menish, qonunshunoslikniki o'zi nimasi vazifasi ekanligini o'zi bildirdi bu Qur'onning o'zi. Andaki Qur'oni Karimda yana bir qism bilim sohasidami shu zamoniga xos bo'lgan narsalar va uning o'zini bilimniki faqatla uniki prinsipini ep qilib qolgan yerlarning o'zini shu zamoniga qo'yib qo'yish bu nihoyatda to'g'ri bir narsa bo'ldi. Misol Qur'oni Karimda Sura Baqarniki 189-oyatida Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas vel hajj degan o'z oyat bor. Sinanda ular yangi oy to'g'riliq so'raydi. Sen ularga u oy deganning o'zi insonlar vaqt belgilaydigan, hajning vaqtini belgilaydigan, shunday foydalanadigan narsa deb javob ber deb Qur'oni Karimda shunday o'zi ma'lumot beriklik. Endi bu degan vaqtda bu shu zamondagi insonlarniki ilmi qobiliyatiga xos bir javob bo'lib, shu zamondagi insonlar, yani Payg'ambar alayhisalom zamonida yashagan insonlar oydan shu ikki sohada foydalana oladi. Birinchi oy kirdi, yoki birinchi oyning 10'ida paloniyaga ko'rib kelaylik, yo birinchi oyning 20'sida pustoniyaga ko'rib kelaylik, yo qizimizni to'yini paloni vaqtda qilaylik degandek o'z narsalardan foydalana oladi. Va yoki bo'lmaydi, 12-oydan 2-oygachilik hajning vaqti bo'lsin, yoki nima 11-oydan 12-oygachilik bir oy hajning vaqti bo'lsin, yo paloni oyda berib urush qilamiz degandek narsalarni to'xtam qabila boshliqlari kengishib, bundaq vaqtni belgilaydiganga qarata mushunchilikni foydalana oladi oydan. Endi hozircha degan vaqtda hozir masalan foydalanish degan prinsip bu hech qachon o'zgarmaydi. Ammo oydan faqat shu ikki narsadan foydalansa boshqa hech qanday foydalanish bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karimda ashtar degan, sen undan ortiq foydalansang bo'lmaydi deyish bu butunlay xato narsa. Bu bilim zamonga va makonga xos narsa. Mesela şu zamanda aşınçılık faydalanılan bilim var. Onun için Allah Teala şularni foydalanılan o'zi seviyesi qarta bu cevabını beriklik. Hem hazırcha degan vaqtda agar o'zi insonlar imkoniyatga ega bo'lsa, oydagi boyliqlarning o'zini zaminga to'shib akilib foydalansimi,
bumi bo'laverdi. Hech qanday Alloh taoloniki foydalanish degan prinsipiga zid kelmaydi degan gap. Yana Qur'oni Karimda Sura Anfal'ning 60-oyatida ve a'iddu lahum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil khayli turhibuna biha aduvallahi ve aduvakum degan mush oyatning o'zidimi nima deydi desa Alloh taolo sizlar dushmanga qarshi otlarni tayyorlash bilan o'zi tayyorlik qilinglar. Otlar bilan tayyorlik qilinglar yani. Yani şu o'zi düşman qarta yeterlik ot naskeren tayyorlanglar deb Alloh taolo tayyorlik sohasida bu şu zamandagi insonlarga otning o'zini tilga olgan. Endi bu degan vaqt tayyorlik qilishdan iborat bu prinsip hech bir zaman o'zgarmaydi. Ammo otga kelgan chaqcha degan vaqtda hozirgi zamonda shu ot kuchga ega deb turib olish bo'lmaydi degan gap. Hozirgi zamonda tayyorlik qilinglar degan bo'lsa Alloh taolo düşmanga o'zi zarba bergidek darajada sizlar düşman kuchingni yetkidek darajada nima qilinglar tayyorlik qilinglar degan bo'lsa hozirgi zamondagi eng ilg'or qurol yarog' bilan tayyorlik qilinglar degan bo'ldi deb tushunish bu Qur'oni Karimdagi hozirgi zamondagi tayyorlik qilinglar degan buyruqqa prinsipiga amal qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bir qism oyatlarning o'zini zamonga moslashtirmay deb bu oyatniki o'z ma'nosini chiqarib o'tib tanki zemberek bilen, raketa bilen, aeroplan bilen tercüme kılıç kışkanda hacet kalmaydı. Onu şu zaman karta düşünümüz, hazırlık zamanı tetbiqlığa vaxtda, hazırlık zamandaki koral yaraklıqla, onun özünü üyürüstekla, demek ki o neyse cahit çıkıp dengen. Hem de yana Sör Nehl'niki 8. ayetinde vel khayla vel bigala vel hamira literkebuha ve zine degan mushu oyat var misol. Otni, eshakni, qachirni sizlarning minishinglar uchun yaratdi deb deganda endi buni bu yerda minib foydalanish bu yerdagi maqsad mush oyatning yuqorisida Alloh taolo hayvonlardan qanday foydalanish sohasida bayon qilgan vaqtida mushu Sura Anfal'niki Sura Nahl'niki 7-oyatlardan boshlagan vaqtida nurg'un o'zi şu hayvanlarning o'zini aniki jungidan foydalansizlar, mana sutidan foydalansizlar, ana terisidan foydalansizlar deb o'tirib, endi bu ot, eshak, qachircho degan vaqtda bundan sizlar buni minib foydalansizlar deb o'zi bayon qildik. Ham bu yer prinsip nima degan vaqtda foydalanish. Foydalanishdan iborat bir prinsipni o'zini Alloh taolo o'tirib qo'yuqliq. Ham shu vaqtda insonlar nimadan foydalanadi degan vaqtda juhdirni otib, u yerga menish va kaza ishilda ot, eshak, qachirdan foydalanadi. Tögün batı amma ko'pincha vaqtlarda mush narsalardan foydalanadi. Shuning uchun Alloh taolo buning o'zini bayon qiliqliq. Endi hozirgi zamonda biz buni nima qilgan vaqtda degan vaqtda foydalanishlar mushunda foydalanil degan vaqtda mush foydalanishning o'zini iborat bu prinsipga asoslanib turib hozirgi zamonda masalan mashina, aeroplan, poyezd masalan ish qilib inson chiqib bir yerga mangadigan narsaning har qandaydan foydalanishniki to'g'ri ekanligining o'zini buni to'g'ri kelganligini o'zini bayon qildi. Ya'ni Alloh taolo bu yerda Alloh taoloning prinsipidan iborat, foydalanishdan iborat, ya'ni to'g'ri foydalanishdan iborat bu narsaning o'zini hech bir zaman bu o'zgarmaydi. Ammo u yerdagi nima foydalanadigan şeyi davomli o'zgarib turdi. Masalan, hozirgi vaqtda biz mashinada u yerga bu yerga mangimiz, aeroplanda mangimiz, keyingi vaqtda biz hayot vaqtida olsun yoki biz o'lib ketgan vaqtda olsun yoki 40 yil keyin bo'lsin. Masalan, hozirgi vaqtda Istanbulda yerga borsak 4 soatga yaqin aeroplanda mangan vaqtda bora olamiz. Buningda masalan 8-10 yil yo 20 yil keyin kim biladi 2 soatda boradigan yoki 1 soatda boradigan narsalar vujudga kelishi mumkin. Bu vaqtda nima degan vaqtda bu Alloh taolo ot eshakdan foydalanadi degan, ashuni minib mangmasak bo'lmaydi. Bu narsani foydalanish bu bizga to'g'ri bo'lmaydi demasdan Alloh taoloniki yaratib bergan mahluqotlardan
yaxshi foydalanish uchun u narsalarni musulmonlar o'zi yasab bo'lsa, ashunday o texmbek o'zi yaxshi keldi. Boshqa o'zi dindikilar yasaganning o'rnida musulmonlar kallasini ishiltib, yaxshi o'qib, shu narsalarning o'zini o'zi yasab, dunyoda o'z boshqa insonlarni manfaatlantirib, bunda qilsa musulmonlarga o'zi Qur'oni Karimniki ruhiga toza amal qilgan bo'ladi. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Yana o'zi Adiyat surasida Adiyat surasiniki 1-oyatdan 9-oyatgacha misol vel adiyat dabhan fel muriyat qadhan fel mughirat subhan fe asarna fel mughir Zeynep olmuş kömeğe getirendi. Fe asarna bihi naqan fe asatna bihi cem'an innel insane li rabbihi lekanut ve innehu ala zalike leşehid. Degan mana bu oyatning o'zida Alloh taolo tasvirlab shu urush maydoniga shundaq o'z bo'ronda kirib ketayotgan otlarni tasvirlaydi. Shu otlarni qasam qilibdi. Oxirisi nima deydi o'zi? Va innehu ala zalika lashahid deydi. İnson ashnaga shohid bo'lgan narsalar bilan Alloh taolo nima o'zi qasam qilyapti-da. Bu yerda Alloh taolo nima deydi degan vaqtda bu yerdan foydalanadigan narsalarning o'zini urush o'zi maydonida foydalanadigan narsalarni bizga bayon qilib, la shahid deb o'zi bu iborani oxirida keltirib qo'yishga sabab nima degan vaqtda har inson o'zi shohid bo'lgan, o'zi yashagan zamondagi narsalar urush maydoniga kirishniki nihoyat to'g'ri bo'lganligini o'zini bizga bayon qildi bu yerda. Ya'ni shu zamonda ot bilan, qechiri bilan, eshak bilan o'zi ya to'gi bilan urush maydoniga kirgan bo'lsa, hem hozirgi vaqtda her birimiz ko'z oldimiz shohid bo'layotgan aeroplan, tanka, zambirak, raketa bundaq narsalar bilan o'zi urush maydoniga kirish, ya'ni har inson o'zi yashagan zamonda shu zamondagi urush dushmanga taqobil turishda eng o'zi unumli bo'lgan, foydali bo'lgan narsalar bilan urush maydoniga kirishniki nihoyat to'g'ri bo'lganligini o'zini Alloh taolo bu yerda bizga bayon qilyapti. Yani bu yerda nima demak degan vaqtda buni jafo tortib, o tanki zambirak, bu val adiyat zabhan fal muriyat qadhan deganning o'zini tanki zambirak bilan, urush aeroplanlari bilan, raketalar bilan o'zi har xil o'z urush qurollari bilan o'zi nim qilishga, tarjima qilishga hech qanday hojat yo'q. La shahid deganning o'zini tushungan vaqtda har bir inson yoki har bir millat o'zi yashayotgan vaqtning o'zida şu vaqtga loyiq narsalardan foydalanishniki to'g'ri ekanligining o'zini, ham zarur ekanligining o'zini bayon qilganligining o'zini tushunib olish nihoyat muhim degan gap. Yana bu ama oxirisidan qilay. Yana Qur'oni Karimdagi sura Luqmonniki 34-oyatida İnnallaha indahu ilmus sa'a ve yunazzilul gays ve ya'lamu ma fil arham ve ma tedri nefsun maza teksibu gada ve ma tedri nefsun bi ayyi erzin temut innallaha alimun habir degan o'zi mush oyatning o'zida nima deydi degan vaqtda qiyomat qachon bo'lganligi Allohning dargohidagi ish. Ya'ni Alloh biladi uning o'zini ve yomg'irning qachon yog'adiganligini Alloh biladi ve ayollarning qo'sig'ida paydo bo'lgan narsaniki qizmi, o'g'ilmi, nima bormi, yo'qmi, uning o'zini ham Alloh biladi deb Qur'oni Karimda shundaq o'zi bayon qiliqliq. Bu endi degan vaqtda bumi shu zamonga loyiq. Ya'ni shu zamonda insonlar, ya'ni ayollar qo'siqqa paydo bo'lgandan keyin u 1-2 oy o'tmagichilik uning o'zini bilolmaydigan, bir 2 oy o'tgan taqdirda tug'mog'ichilik u balaniki qizmi, o'g'ilmi uni bilolmaydigan shundaq bir davri bo'lgan endi. O davr ilm-fan bu hozirgi taraqqi qilmagandan keyin. Mesela yomg'irning o'zini yomg'ir yog'amdi, yog'mamdi, buning o'zini insonlar o vaqtda hech qanday bilolmaydigan bir zamonlar bo'lganda, ham uning o'zini hozirgi zamonga tatbiqlab, hozirmi o'zi yomg'irning yog'ishini hech kim bilmaydi va qo'saqdagi balaniki o'g'ilmi, qizmi uni hech kim bilmaydi deganning o'zini bozorga solishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Bu javob şu zamandaki insanlara berilgan javob. Endi hozircha degan vaqtda buni insonlar biladi.
Biladi endi. Hozir o'z doktorxonaning o'zida onaning qo'shiqi paydo bo'lgan bola emas, dadasining vujudidagi urug'ni elib, ash urug'niki qizmi o'g'ilmi ashni arib, onaning qo'shiqi sala oladigan bir zamonga to'g'ri kelyapti hozir vaqtida. Unda bo'lgandan keyin hozir u narsani yana bilmaydi. Deyishning o'zi butunlay xato. Anadagi masalan yatavrash deymiz, bu o'zi nima deymiz, shu yomg'irning yig'ishi deymiz, shuning hammasi nima degan vaqtda %80% asosan 70-80% to'g'ri chiqadi. Shu yomg'irning havo rayida bergan o'z ma'lumotidami? Shuning o'zimi 70-80% bilganlikniki alomati. Ya'ni texnik bek o'z nima taraqqiyot shundaq o'zi oldi qarab mengilaversa, bu yuqori qarab o'rlab balkim 80 dan 90 95 hatta 100%ga yetishi mumkin. Demak, bu yerda Alloh taolo nurg'un narsaning o'zini sen bilmaysan degan bo'lsa, u inson haqoq tirishimi bilmaydigan narsa ekan, narsaga o'xshaydi yoki deb tasavvur qilish bu butunlay xato. Buni nurg'un narsalar bor, shu zamonda bilmaysan degan gap, ammo uni inson bilish uchun tirishsa, uni bila oladiganligini bildirdi, ya'ni. Yana o'zi sura Ar-Rahmonniki 33-oyatining o'zida Ya ma'sharal jinni val insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati val ardi fanfuzu la tanfuzun illa bi sultan degan shu oyatning o'zidami Alloh taolo nima deydi desa, ey inson bel jinlar deydi, inson bel bularga sizlar haqqa chiqsanglar bu zamindan yana osmondan chiqib ketolmaysizlar. Osmondan deganning o'zi ham o zamonning o'zi nima degan vaqtda shu quyosh sistemasini asos qilgan. Ya'ni 7 qat osmon deganning o'zi shu quyosh sistemasidagi 7 osmonning o'zini, 7 planetning o'zini asos qilgan bir narsa. Yoki bo'lmaydi atmosfera 7 qat atmosfera qatlami hisob bo'lishi mumkin. Demakki bu shundan sen chiqib ketolmaysan degan gap. Hem hozirgi zamonda desa insonlar undan yuqoriga chiqib ketyapti-da. Bu yer nimani Alloh taolo asos qilyapti? Prinsip nima degan vaqtda la tanfuzun illa bi sultan deydi. Faqat undan kuchli chiqib olaysiz. O zamonda u yerga chiqib oladigan, ya'ni Oy shariga chiqa oladigan va boshqa Marsga bora oladigan bundaq o'zi bir kuch yo'qdi. U yerga bora olmaydi. Endi bu yerda Alloh taolo kuchli bora olaysiz, u kuch senda yo'q. Deb insonlarniki halqi o kuchni shu kuchni izlab tepishga, shu yerga chiqishga, harakat qilishga, to'salg'ulik qilishga hech qanday hojat yo'q. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda inson kuch tepib, hozirgi vaqt Mars chiqqan bo'lsa, biz hayot vaqtida bo'lsin, yoki bo'lmaydi biz buni 50 yil, 100 yil keyin bo'lsin, insonlar balkim o'zi bu quyosh sistemasidan boshqa bir planetlarga, boshqa bir sistemaga chiqa oladigan bir holatni shakllantirishi mumkin. O vaqtda Alloh taoloning bu o'zi nimasiga, bu Qur'ondagi mush oyatga zid ish qildi ma insonlar deyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki u yerda Alloh taolo qo'ygan prinsip nima? Kuch. Faqat shu baravda kuchni tayyorlay olsang, chiqib keta olaysan degan gap. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda ya'ni mush yuqorqi oyatlarga asosan oyatlarda bu narsalarni deb o'tdik. Ya'ni mushu deyilgan so'zlar, ya'ni oy to'g'riliq oyda masalan hozir sen mushu vaqt belgilaydigan mushuncha narsani foydalanalaysan degan bo'lsa, u shu zamonga xos narsa. Uni davomli biz o'zi hozirgi zamonga so'rab kelib, bunun ortiq narsani foydalanmaydi. Qur'onda mushunda degan deyishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Ot eshakni tayyorlang degan bo'lsa, faqat ot eshakni tayyorlashga bo'ladi-ki, qolgan narsani tayyorlik qilishga bo'lmaydi-ki, deyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki zamonimizga loyiq tayyorlik qilish lozim ekanligini bildirdi. Ya'ni mush nuqtada aytgan vaqtda Qur'oni Karimning ichidagi nurg'un narsalarniki o'zi turkda tarixsal deydi ekan, ya'ni shu zamonga xos, shu zamonga muvofiq kelgan narsalar bilan shu zamondagi insonlarga berilgan javob ekanligini va uning ichidagi prinsiplarni asos qilib turib, hozirgi zamonda qanday foydalansak to'g'ri bo'lganligini biz o'zi Qur'oni Karimda shu prinsipni asos qilsak, shuni bilib olganligimizni bilsak bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
Biz masalan payg'ambarlar yoki hadis to'g'riliq to'xtalgan vaqtdami, masalan Qur'oni Karimda butun payg'ambarlar 25 payg'ambarlar to'g'riliq hadislar bor. Hadis deganning o'zi shu payg'ambarlarni qilgan ish harakati so'zlaridan iborat. Ya'ni so'z harakati deymiz. Shuning o'zi hadis. O hadisning o'zimi shu so'zmi, o payg'ambarlarning so'zi shu zamonga xos so'zlar. Ya'ni shu zamondagi jamiyatga va jamoatga berilgan so'zlar. Endi hozirgi zamonda shu so'zlarning o'zi kuchga ega, o payg'ambarlarning shu so'zlariga ergishishimiz kerak. Dish, ya'ni xato degan gap. Uning uchun o payg'ambarlar hozirgi zamonda masalan payg'ambar alayhisalom misol qilaylik, Muhammad alayhisalomni hozir misol olsak, 1400 yil burun qilgan shu gaplarning o'zini qildimi deydi masalan, qilgan gaplar bor, aniq 100% o'zi qilgan gaplar bor. U nerede biz Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisalom degan so'zlar Qur'oni Karim yozilgan so'zlar bor. Shu so'zlarni payg'ambar alayhisalom shu vaqtda qilgan. Endi hozircha degan vaqtda, hozirgi zamonga agar zamonda bo'lsa, payg'ambar alayhisalom hozirgi zamonga loyiq gap qilgan bo'ladi deymiz. Masalan, siyaset sahasida gap qilgan vaqtida nurg'un odamni ko'rgan, ya'ni o'qigan diniy sohadagi odamni payg'ambar alayhisalom mana ajoyib bir siyoset qo'llanganki, Hudaybiya sulhida Makkaliklar bilan shundoq o'zi ajoyib ustun mahorat bilan shundoq siyoset qo'llangan. Deb o'tirib, hozirmi shu siyoset eng ilg'or o'rin turdi deydigan mandaq bir holatda gap qilgan insonlar bor. O siyoset faqat shu zamondagi ilg'or siyoset bo'lgan. Ammo hozirgi vaqtda degan vaqtda, hozirgi vaqtda payg'ambar alayhisalom bo'lsa, hozirgi zamondagi ahvol qarab, hozirgi ikki davlat o'rtasidagi munosabat xalqarodagi o'zi siyosiy o'zi munosabatlar qarab, payg'ambar alayhisalom hozirgi vaqtda eng o'zi yuqori seviye bilan siyoset qilgan bo'ladi. Ya'ni Hudaybiya sulhida tuzgan siyosetga o'xshashda shunday siyosatning o'zini asos qilgan bo'lmay, hozirgi zamondagi eng ilg'or siyosat qo'llangan bo'ladi deb o'zi tushunish bu payg'ambarning o'zi ulgu qilganlik deb hisoblanadi. Masalan, biz payg'ambarlarni qanday o'zimizga ulgu qilamiz degan mavzudami shuni to'xtaldik. Payg'ambarlar shu vaqtdagi qilgan ish emas, shu vaqtdagi ilg'orligi, masalan, jamiyatda bo'lgan ilg'orligi, shu jamiyatda bo'lgan islohotchiligi, bu o'zi bizga ulgu qilingan narsa. Biz shu o'zi ulgulik ro'yidan o'rganib, payg'ambarlar qanday Qur'oni Karimga esildi va Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga jamiyatdagi masalalarni selish orqali shu o'zining jamiyatda bo'lgan masalalarni qanday to'g'ri hal qilgan bo'lsa, bizniki payg'ambarlarni ulgu qilishimiz degan vaqtda bizmi jamiyatimizdagi masalani payg'ambarlar sog'an shu prinsiplarga selish orqali eng to'g'ri shaklda hal qilsak, payg'ambarlarni o'zimizga to'g'ri ulgu qilamiz, Alloh taolaniki buyruqqa to'g'ri itoat qilgan bo'lamiz degan bo'ldi. Demek bu yerdeki neresi ne diye vaqtda o siyaset olsun, kanun olsun her neyse şu öz zamanısı xas nesle onu devamlılık öz peygamber kıgallık üçünler onu kıyamet kayın boğuşluk şunun özünü en ilgar neyse dep düşünüyorlar o bütley hata. Eğer peygamber onun özü bir eğiz nesleler düşünsek oldu. Peygamber eğer hazır zamanda olsun kılattı diğerinin özünü oylasak o vaxtda biz meselini yani özümüz hazırki yaşavatkan jamiyatga qaytib kelgan bo'lamiz. Shu vaqtda biz degan vaqtda eng to'g'ri o'zi shaklda siyosat va ilm fanga bo'lgan o'zi ilm fanni egallagan va siyosatni to'g'ri qilgan mundaq o'zi odam bo'lamiz. Shuning uchun ilm fan sohasidami payg'ambar alayhisalom zamonida insonlarga Qur'oni Karimni yodlang debdiki, uning uchun biz Qur'onni yodlab qilishimiz, bolalarga Qur'onni yodlatishimiz, mushning o'zini cho'ng ilm bo'lgan bo'ladi deyish, bu o'zi payg'ambarniki tutgan yo'liga, ilg'orlikqa bo'lgan bir haqorat. Qur'onni o'qishni o'rganish, bu Qur'oni Karimning ichidagi narsalarni yaxshi tushunishni bilish, bu payg'ambar tutgan yo'l va Qur'oni Karimdagi shu metodlar orqali jamiyatdagi masalalarni to'g'ri hal qilish, bu payg'ambar tutgan yo'l. Chunki Alloh taolo buyurgan yo'l shu. Ammo o'zi payg'ambarniki 1400 yil burun qilgan ishining o'zini hozirgacha so'rab, payg'ambar alayhisalom ani degan, payg'ambar alayhisalom mani qilgan, falon sahoba ani qilgan, Pustan sahab mani deb un din sahasida din qilib millatga tashviq qilish bu butunlay ko'nlikni tashviq qilib bo'ladi. U hech bir zaman hozirgi zamondagi masalalarni hal qilolmaydi. Masalan, hozirgi diniy olimlarimiz eng oddiy bir masalaga javob bera olmaydi. Eng oddiy bir masalaga javob bera olmaydi misol.
Hazır Peygamber Aleyhisselam zamanında hazırlıkta mesela oturgan tuvaletler yok. Aş tuvalette olsa kandak oldu Peygamber Aleyhisselam zamanında yok dedi sizler. Aşna olaylarla öz tuvaletlerle bulup geldi. 20-30 özü molla. Aşna hödüsünü çıkıp ol. Demek bu kadar yani özü ilimde ağırlık hep kalır. Bu ne sebepten diye vakıda sen bir zamandan müdürlemisan demek ki sen şu zamana has adam olursa o zamanın hiçbir zaman özeni zamansız gelemezsin. Onun için biz Peygamber Aleyhisselam'ın nayet yaxşı görümüz, Peygamber Aleyhisselam tutkan yollarını mesela metot Allah Teala öğretken şu usul boyunca Peygamber Aleyhisselam iş kılan şu usulün özünü bizim nayet yaxşı görümüz. Bu sahada Peygamberini özümüzü ülgü kılımız. Ama Peygamber Aleyhisselam hazırlık zamanında bolsa 1400 yıl burun şu kılan iş hareketini aynen hazırlık vakti kılattı mı ya ki hazırlık zamanında layık iş kılattı mı degenini biz düşelgen vaxtıdla bu biz özü eğer peygamberin kığınının özünü hazır zaman vaxtı kaldı gelmez. Eğer peygamber hazır zamanda bolsa çokum hazır zamanı layık ya ki hazır zamanı en ilgar işini kılgan boladı dep düşelgen vaxtda biz ilgar adam buluşqa nim qilgan bo'lamiz o'zi harakat qilgan bo'lamiz nima e'tiqodimizni ko'z qarashlarimizni hozirgi zamonga to'g'rilay olamiz shuning uchun zamonini tushunmagan zamoniga loyiq odam bo'lolmagan insonlar u zamonni yashayamaydi misol bizniki nurg'un qarindoshlarimiz hozirgi zamonda hamma odam kostyum burolkini kiyib va hokazo bundoq yursa payg'ambar alayhissalom zamonasidek yashaymiz deb soqolni qo'yib turib beshiga sallini o'rab 18-20 yoshga kirgan bolalar hosil tayinib Jügen'in özüne biz közümüzü gördük Türkiye'de misal. Peygamber Aleyhisselam hazır zamanda bolsa Mercedes mingen bolattı, aeroplanım çıkan bolattı, poyuzluğum çıkan bolattı. Hatta Peygamber Aleyhisselam yaşayan devlet dünyadaki en ilgar, en medeniyetli devlet boğan bolattı. Biz benim hoşunda düşengen vaxtda biz özü Müslüman buluştuğumuz olan Kur'an'a işiniş, peygamberlik işiniş işiniş ve Kur'an-ı Kerim işinişten ibaret moşundaq özü Allah'ın kitabını özümüz asas qilgan bir insanlar buluştuğumuz bilan peygamberler öz zamanında qandaq ilgar insanlar bo'lgan bo'lsa biz peygamberlarga o'xshash hozirgi zamonda eng ilgar odam bo'la olsak peygamberlarni o'zimizga ulgu qilgan bo'lamiz degan gap. Va Alloh taoloning buyruqqa to'g'ri amal qilgan bo'lamiz degan gap. Bu faqatla mana shu sohada ulgu qilishga bo'ldi. Ammo hech bir zaman peygamber şu zamanı xomiyaptiki men xomiyishim kerak. Peygamber tögmeniptiki men tögmenishim kerak. Peygamber o'qiya qilish va urush qilibdiki men o'qiya qilish va urush qilishim kerak. Deb o'tirib bundaq o'zi ishlarni qilish bu odam o'zi jamiyatga o'zidagi zamonida yashayamagan ruhi o'lik jismi hozirgi zamonda bo'lsa-mu ruhi hozirgi zamonda yashayamagan ruhi o'lgan bundaq bir insonlar hisoblandi. Shuning uchun bu yerdagi masala nihoyatda aniq Qur'oni Karimda Peygamber Aleyhisselam zamanında kılınan nurgun işler var. Mesela Bedir uğraşı deyimiz, Hunayn uğraşı deyimiz. Aşına koş Mekke'nin fethi kılınışı deyimiz. Nurgun vakalikler var. Ama o yerdeki nesli diye vaxtda o şu şehrini fethi kılıq, şu şehrini fethi kılan zaman xas nesli. Ama fethi kılıştan ibaret, küreş kılıştan ibaret prensip hiçbir zaman özgermeydi. Davamlıq insanlar zaten o özünün devletlerini fethi kılış, özünün devletinin müstakillığını kolup keltirişten ibaret bunu küreş kılış. Bu özü umumi bir prensip. Bu prensipke emel kılış her bir Müslümanlıki ortak vazifesi diyen gap. Şunun için bu yerdeki narsa neymi o? Degende bizning bilib oladigan narsamiz bir zamonga xos bo'lgan narsalar va uniki prinsiplarini to'g'ri bilish bu nihoyatda yaxshi bir narsa. Payg'ambar alayhissalom shu zamonda mandaq narsa tartibga turib, men jiq anglagan undaq narsaning o'zini shu nima turbida tartolmaydigan, turbida suv tushirib tartolmaydigan, ashundaq o'ziga jafoning o'zini, misol, ayndaq nima qoldigan, ashundaq insonlarni ko'rgan. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda her zamanda şu zamandaki yaxshi sharoitning, afzal sharoitdan foydalanish bu o'zi payg'amberniki o'zi Alloh taolo yo'l qo'ygan o'zi nimasiga, prinsipiga amal qilganlik bo'ldi. Yani Allah Teala'nın prensiplerine doğru emel kıllık oldu dep qarsak boludu yani.
Xo'sh, Allah razı olsun. Rahmet. Hem de şu demekçi bolganlary akide ve ibadet barısında o hemme zamanda nime kıldı. Onu aşı zamanga ayında itikat etken mazzaman onda itikat kılmayımız deydiğen iş bulmaydı ibadetlerden de. Ama şu prensip cihetim Kur'an-ı Kerim'de biz şu prensipten paylanış usulünü öğrenip alsak her zaman biz Kur'an'ı her zamanımızga layık alatda hükümlerini çıkarıp texim yaxşı onun Allah'a ibadet kıla alayımız, Allah'a layık ibadetlerini yaxşı kıla alayımız demekçi o. he. Yani Qur'onda o'zgarmaydigan faqat 3 xil narsa bor. U nima degan vaqtida e'tiqod, yani iymon, ibodat va prinsip o'zgarmaydi. Bu narsani biz esimiz tutsak bo'ldi, ammo har qanday yerda shu bir prinsipga asoslanib turib, har narsa qo'yilgan prinsipga asoslanib turib, u masalamizni hal qilish, u Qur'oni Karimning prinsipiga bo'ysunganligi, uni to'g'ri o'zi ijro qilish, Alloh taoloning muttaqi degan kalimasiga, ya'ni xatolikdan saqlanishdan iborat bu kalimasiga amal qilganlik bo'ldi. Yani Alloh taolo Qur'oni Karimda bir ishni qil degan bo'lsa, u ishga ikki shartni qo'yganda, birinchi u ishni qilish, ikkinchisi u ishni xatosiz qilish, xatolikdan saqlanish. Bu ikki narsa prinsip qilingan har qanday ishni qilgan vaqtida. Masalan, bir odam namoz o'qisiz hisob emas, namoz o'qish bir Alloh taolo qo'ygan bir buyruq. İkinchisi degan vaqtda uni xatosiz o'qish, ya'ni to'g'ri o'qish, bu ikkinchi bir nima. Yani o Qur'oni Karimda her bir ibadet yoki har bir buyruq bo'lsa, aş buyruqning yanında taqvo kelimasi qo'yilgan. Her ishning o'zini, ya'ni bir jihad qilgan vaqtda jihatli qilsak o'zi savob bo'ldi degan o'zi ya kirib olsak xato bo'ldi. Jihad qilsak to'g'ri bo'ldi. Lekin jihatni shu xatolikdan saqlangan holatda qilsak, to'g'ri qilsak, to'g'ri qilish degan nima degan vaqtida düşmanga kuchimiz yetkidek holatda o'zimizni tayyorlash, ikkinchisi uni vaqtida qilish, uchinchisi uni o'rnida qilish, to'rtinchisi u o'zimizniki haqiqiy dushmaniga qarta qilish. Misolda, mana bundaq o'zi prinsiplar Qur'oni Karimda qo'yilgan bundaq prinsiplarga amal qilish bu nihoyat to'g'ri narsa. Ammo u yerda niyatli qilsak, jihatli qilsak jannatga kiramiz degan bir narsani o'tirib qo'yib olsak, Qur'oni Karimda bunday narsa yo'q. Nägili was özüge karşı çıkmagan insanlarga berip, o özü karşı turup, onu öldürüp, hakaza qilish, o cihat hesabı kirmeydi. Misal, bizning adamlarımız Suriye'ye görüp, Araplarni öldürüp, hakaza cihat qildik deb yurdi-ku. Bu cihat emas bu. Özüge hech qanday o'zi bir düşman bo'lmagan bir millatni öldürüş, bu Qur'oni Karimdagi agar ular sizlarga tajovuz qilsa, sizlar ularga tajovuz qilinglar degan bu o'zi tajovuz qilmagan odamga tajovuz qilmaslikdan iborat. Bu prinsipga xilof qilganlik bo'ldi. Bu o'zi hech bir zaman o'z nima emas, jihad qilganlik emas, ona olib jinoyat o'tkazganlik hisoblanadi. Biz jihadni qayerda qilamiz? Kurashni qayerda qilamiz degan vaqtda bizga o'zi bizni besib olgan, bizga zulm qilgan, bizga tajovuz qilib kirgan dushmandan iborat, ya'ni Xitoy. Xitoydan iborat bu dushmanga qarshi kurash qilsak, uni shu vaqtida, o'rnida, ashnaqa loyiq holatda kurashni qilsak, u vaqtda biz Allohning oldida kurash qilgan bo'lamiz, jihad qilgan bo'lamiz. Uningga o'zi savob. Chunki u bizga tajovuz qilib kirdi, biz unga qarshi hujum qilishimiz u bizning gardimizga vazifa. Ammo bizga hech bir zaman dushman bo'lmagan. Bu insonlarga biz dushmanlik nazariyasini qarash, bu butunlay o'zi Qur'oni Karimga zid ish qilganlik. Masalan, shu 4-5 kun ichida so'zladi bir adashning o'zi bütün o'zi musulmon bo'lmagan insonlarga qarshi maydon o'qigandek shunday o'zi so'zlab berdi. Bu shu balkim Suriyadagi insonlarniki tabliğçisi shunday narsa bo'lsa kerak deb o'yladim men. Ammo u yerda u so'zlagan odam o'ziga shunday bir dushman bo'lgan, o'ziniki millatini yoki o'zining vatanini besib olgan odam qarshi kurash qilyapti.
yoki bo'lmaydi o'ziniki hech qanday o'zini vatani millatini besib olishga munosabatli hech qanday bir yeri yo'q. O'z atoyatni aşağı kelib savob olma deb o'tirib aşağıda ishini qilyapti. Buni o'zini bilish kerak. Ya'ni har bir millatniki, har bir to'plamniki o'ziga xos dushmani bo'ldi. Dushman hech bir zaman o'rtaq bo'lmaydi. Birinchi, ikkinchi birisi hech bir zaman dinni asos qilib turib dushman tutishga bo'lmaydi. Ya'ni bir odam musulmon bo'lgan bo'lsa, bir musulmon, masalan, arablar Falastinliklar biz nima ular musulmon Falastinlikning o'zini yoki Suriyalikning o'zini bu musulmonga deb o'tirib, u musulmonga boshqa bir g'ayrimuslim bo'lgan insonlar hujum qilgan bo'lsa, musulmonlarga hujum qildi deb o'tirib, musulmonlikning o'zini o'ttirib qo'yib, diniy dushmanlikka olib turib, uning o'zini dushman oldida uning qarshi turish, u odam o'zi to'g'ri ish qilmagan, to'g'ri bir jihad qatorida jihad qilmaganlik hisobiga kiradi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz dushman to'g'ri tunish degan mavzudan bu sohat keng doirada dedik. Prinsip Alloh taolaniki prinsipi nima degan vaqtda tajovuzchi bo'lish. Sana tajovuz qilgan bo'lish bu prinsip. Sana tajovuz qilgan bo'lsa, u sening dushmaning. U vaqtda sen uningga qaytarma zarba berish, uni vatningda qo'g'lab chiqarish u sening vazifang. Sana tajovuz qilmagan bir insonning o'zini din sababidan uni o'zini sen dushman tutish, bu butunlay o'zi Alloh taolaniki diniga, ya'ni Qur'oni Karimga nihoyatda zid bir narsa degan gap. Bu sohatim Alloh taolo Qur'oni Karimda degan oyatlar va misol nerede qoldi bu? Nima? Qatilu nima bu? Arg'umman ekan. Sura Anfalniki الذين كفروا تهو يبرلا ما قال سبي يعودوا فقد مزت سنة الأولين ما كوزينك هو مستاذ يخشي ما كوزينك نم يخطئ ما هو انقب قلدم ده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير يا مش آيات من الدين qarşılık tüggen kadar sizle köreş kılanlar. Ve karşılık tüggen kadar ve dinin hemmesi Allah'a boğan kadar köreş kılanlar. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam bu şu vaxtdaki sahabalar qartıp, özü Müslümanlık qartıp devatkan söz. Bu neymi degan vaqtda bir milletning arasida diniy o'chmanlik nuqtasidan nima dushman tutib unga qarshi o'zi kurash qilish yoki urush qilish bu butunlay nima dinda cheklangan. Bu yerda va yakuna dinu kulluhu lillah deganing o'zi nima degan vaqtda har bir to'plam yoki har bir inson meniki diniy e'tiqodim Alloh taolo va mening oramdagi ish deb o'tirib yana bir o'zi dindagi insonlarga diniy nuqtadan o'z dushmanlik o'zalqi nemasi dushmanlik g'umi saqlamaydigan darajada bo'lgan qadar kurash qiling dedi Alloh taolo. Bu yerda. Shuning uchun bu yerda nima bo'ldi degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtidami o'sha Abu Sufyan boshchiligidagi Umayya qabilasi islomni qabul qilmagan. Onun bir qancha odam, masalan, Osmon roziyallohu anhu boshchiligida bir qancha odam islomni qabul qilgan bo'lsa, asosiy qismi islomni qabul qilmagan. Hatto Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan kunisi Abu Sufyonga sen Allohniki birligini tunuydigan vaqtin kamidimi degan vaqtda Allah bir qancha degan bo'lsam uni o'ylashib boqatdim degan yerlar bor. Ertasi Payg'ambar alayhisalom sen meniki payg'ambar ekanligimga ishonadigan zamoning kamidimi degan vaqtda undan kichkina bir o'zi meni ishoningda bir yerim bo'lgan bo'lsa, men ishonishni o'ylashib boqqan bo'ladi deb men ishonmayman degan endi. Bu yerda Payg'ambar alayhisalom nima uchun u kofirlarning o'zini ishonmagan insonlarni o'ltirmadi?
Bo'ldi, sen bizga qo'ygan vazifaning o'zini boj to'la desa, u bojning o'zini biz to'laymiz. Selixni biz to'laymiz, ammo biz o'zimizni dinni qilib qolamiz. Degandan keyin dinni qilib qolamiz, ham sizlarga diniy sohada biz urush qilmaymiz bundan keyin. Qarshi chiqmaymiz. Deb O'ning o'zini qilgandan keyin mana Qur'onning o'zida "Fa'inun tahu fa innalloha bima ya'malun basir" deganning o'zimi ular qarshi turishdan yansa, ya'ni diniy o'chmanlik nuqtasini qarshi turishdan yansa, Alloh taolo uniki qilgan ishlarini o'zini bilib turdi. Ya'ni bu yerda nima bo'ldi degan vaqtda diniy o'chmanlik bilan, ya'ni men musulmon, paloni buddistga yoki yahudika yoki nasoroga deb diniy sababdan uni dushman tutish Qur'oni Karimda tamoman cheklangan bir ish degan gap. Çünkü nima uchun degan vaqtda din sinov Allohning o'rtasidagi ish. Uning uchun esa u Alloh bilan arangdagi ishning o'zini insonlar bilan aradagi ishga aylantirib olish uchun bu butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi bu nimaga prinsipga zid keladi degan gap. Shuning uchun bu yerda bizniki diniy sohadagi insonlarimizmi Qur'onni yaxshi o'qish kerak, mana shundaq ya'ni yaxshi o'zi tushunish kerak. Hech bir zaman dinni asos qilish orqali bir o'zining dinida bo'lmagan insonlarga qarshi turish, uni dushman tutish degan narsa bu aslo mavjud emas. Dushman degan kim o? Degan vaqtda Qur'oni Karim deylik, sana hujum qilgan, sana tajovuz qilgan insonlar bu o'zi sening dushmaning. Shunga o'zi nimalqi sizlarga nima qilgandek, sizlarga o'zi qarshi turgandek yoki sizlarga hujum qilgandek, sizlar ularga qarshi hujum qiling degan oyat bor. Fa'tadu alayhim bimisli ma tada alaykum degan oyat misol. Sizlarga qanday hujum qilgan bo'lsa, sizlar ularga qarshi ashlar hujum qilinglar. Bu yer nima degan vaqtda hujum qilgan insonlar u sening dushmaning. Alloh taolo Qur'oni Karimda yana deydi, "Wala udwan illa ala zalimin" degan oyatlar bor. Zolimlarga niki dushman hisoblanadiganligini. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda kimga zulm qilgan bo'lsa, u zolim, u mazlumning dushmani. Misol hozirgi vaqtda Xitoy hukumatı bizga zulm qilyapti. U vaqtda bizniki dushmanimiz kim degan vaqtda bizga zulm qilgan insonlar bizning dushmanimiz. Ya'ni Xitoy bizning dushmanimiz degan gap. Biz o vaqtda bizga hech qachon o'zi urush qilmagan, bizga zulm qilmagan insonlar qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi mazhab bo'lishidan qat'iy nazar, ularning o'zini biz dushman tutish, o o'zi Qur'oni Karimga zid keladi degan gap. Shunga bu diniy sohadagi insonlar siyosiy sohada gap qilgan vaqtda yoki bayonot e'lon qilgan vaqtda shu o'limalar birligi shunday bayonotni e'lon qilib keladi. E'lon qilgan vaqtda diniy nuqtadan qarab turib dushman hisoblab bundaq o'zi bayonot e'lon qilish bu Qur'oni Karimga tamoman zid, ya'ni. Shunga bu biz bu prinsipni hech bir zaman o'zgarmaydigan prinsipni yaxshi bilishimiz kerak. Ammo u yerda dushman o'zgarib turdi. Misol hozir bizni Xitoy besib oldi. Agar biz vatanimizni ozod qilib qilgandan keyin bir zaman o'tgan vaqt Pokiston besib olsa, bu musulmonga bizni besib olsa mayli deb qarab o'tirmaymiz. U bizga hujum qilib bizni besib oldimi? Bizga zulm qildimi? U bizning dushmanimiz bo'laverdi. Uning qarshi kurashni boshlaymiz degan gap. Hech bir zaman bir dindagi insonlar bo'lsa-mu, bir-birini besib olsa, bir-biriga hujum qilsa, u dushman bo'lmaydi degan bir qoida yo'q. Musulmon hujum qilsa, u dushman hisoblanaverdi. Dushman hisoblash u dindan chiqadi degan ma'no chiqmaydi yani. Ya'ni bir musulmon davlat, yana bir musulmon davlatga hujum qilgan bo'lsa, hujum qiluvchi davlat dindan chiqadi degan ma'no chiqmaydi. U yer faqat tajovuz yo'lida, o'zi hujum qilingan davlatniki dushmani bo'ladi, ya'ni. Shuning uchun bu yer nima degan vaqtda hech qanday bir o'zi din dushman bo'lmaslikka yoki dushman bo'lishga sabab bo'lolmaydi. Ya'ni bu yer siyosatga hech bir zaman dinni aralashtirib bo'lmaydi. Qur'oni Karimdagi nimasi bo'yicha, hukm bo'yicha. Shuning uchun Qur'onda nima deydi degan vaqtda xulosa lakum dinukum valiyadin. Ya'ni hamma odam shunday bir tushunchaga kelish kerakki, hamma odam diniy e'tiqodi o'ziga degan tushunchaga kelish kerak. Ya'ni shu tushunchaga kelgan vaqtda yana bir odamni diniy e'tiqodi bilan o'zi hisoblashmaydigan, uning insonligi bilan hisoblashib, insonlik sohasida munosabat qiladigan do'st dushman bo'lsa-mu, insonlik nuqtasida do'st dushman bo'ladigan bundaq o'zi holatni bilish kerak yani.
Bu yerda hech bir yana o'lqi hozir musulmon bo'lish emas, hattoki bir millat bo'lsin. Misol bir arab millati, hammasi arab millati bo'lsa-mu, bir arab masalan Iroq o'z vaqtida Kuvaytga hujum qildi. Qilgan vaqtning o'zida Kuvayt o'zi uni qarshi etdi. Shuni o'zi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kelib o'zi Iroqning o'zini bosdi. Bu yer nima degan vaqtda, shu vaqtda o'zi umi arab, bumi arab, arab davlati berib, arab davlatini bosdi. Shu vaqt nima bo'ldi? Iroq hokimiyati Kuvaytniki o'z dushmani bo'ldi degan gap. Nima uchun degan vaqtda dushmanlikni ifodalaydigan narsani qildi. U nima? Tajovuzchilik. Ya'ni uning uchun hozir mesela Ukraina va Rossiya urushyapti. Ikkimiz bir millat deyapti misolda. U yerda millat emas, davlatda manfaat asos qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u davlatni vayron qilib o'zingizning moddiy, ma'naviy manfaatlarini o'zini buzg'unchilikqa uchratsa, u vaqtda o insonlar dushman bo'ladi. Dushman bo'lgandan keyin sana tajovuz qilgan kim bo'lishini qat'iy nazar, sening davlatga tajovuz qilgan insonlar qaysi din, qaysi mazhab, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, u tajovuzchi bo'ldi ekan, u sening dushmaning hisoblandi, uning qarta kurash qilish sening vazifang degan gap. İllaki o Müslüman buluş ya başka bir insan buluş o şart emas. Yani din u yerda hech qanday hisobga elinmaydi. Shuning uchun bu siyoset qilganda bo'lsin, din asos qilinmaydi. Bu siyoset sohasidan balkim shu tuzumlar sohasi to'xtalamiz inshaalloh. Oldimizda Qur'oni Karim qanday tuzumlarning qanday yerlarga to'g'ri keldi. Misol, hozir dunyoda demokratik tuzum bor, kapitalist tuzum bor, misol sotsial tuzum bor. Onundaki o'zi laik tuzumlari bor. İslam degan bir tuzumi bor, atilishda bo'lsin mayli. Shunday tuzumlar bor. Shariat tuzumlari bor, misol, shunday tuzumlarniki ularning qandig'ini qo'llaydi islom. Bu sohada to'xtalamiz inshaalloh. Ammo islomda hech bir zaman e'tiqod düşmanlıkka sebep olamaydı. Bu Kur'an'da koygan prensip. Yani lekum dinukum veliyedin degende prensip bu. Şunun için muş prensipke amel kılan asasda kim buluşunu qat'iy nazar, qaysi millet, qaysi din, qaysi mezhep buluşunu qat'iy nazar özümüz hücum qılmagan insanlarını biz düşman tutuş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bu prensipke xilaflık qılıq hesaplandı. Allah Teala'nın tecavüzçi degen özü buyruğu toğrı prensipke toğrı kelgen bolamiz. Misal bizge çekilmagan bir insanlarga verip biz cihat qilgan kishida bu yerda o'zimizda hech bir aloqasi yo'q insonlarni o'tirish, ularning tuprog'ini egallab olish bu butunlay tajovuzchilik hisoblandi. Shuning uchun bu yerda biz Qur'oni Karimni asos qilgan vaqtimizda hozir biz Qur'onni so'zlasak, nurg'un insonlar buning vaqti emas deb ko'k deb qaqshavotgan insonlar bor. Qur'oni Karim o kadar universal bir kitobki, uniki prinsiplari o kadar yani dünyadaki en ilgar o'rinda turdi misol. Masalani hal qilishda o kadar ilgar o'rinda turdi yani. Her qanday bir masalani Qur'oni Karimdagi shu prinsipga to'g'ri sala olsa, masalani hozirgi zamondagi en ilgar holatda insonlarning kallasidan shunday yaxshi o'tadigan shaklda hal qilib bera oladi yani. Uning uchun biz bu yerda Qur'ondan o'zi Qur'onni asos qilib bu har masala ustida to'xtalishimizda xalqimiz Qur'ondan o'rgansin dinning o'zini. Eğer Qur'ondan o'rgansa, o'zimizniki milliy manfaatimiz olsun, milliy davoyimiz olsun, shunaqa to'g'ri o'zi qarashli bo'la oladiganligini biz bilganligimiz uchun shu o'zi Qur'on nazar programmamizning o'zida har narsaga Qur'onni asos qilib so'zlayapmiz. Shuning uchun bu yerda hozir qayta xulosa qilib deb qo'yay. Qur'onda o'zgarmaydigan narsa faqat 3. Birinchi e'tiqod o'zgarmaydi. İkincisi ibadet o'zgarmaydi. Yani namaz, roza hiçbir zaman özgermeydi. Üçüncüsü degan vaqtda, üçüncüsü prensip özgermeydi. Ama prensipga qarta chiqarilgan qonunlar, siyosatlar, jazolar her zaman şu zamandaki jamiyatning ahvoli qarta o'zgarib turadi. Bunu o'zgartganlik o dinning prinsipini o'zgartganlik hisoblanmaydi. Yani şu vaqtdagi şu dinniki şu prinsipga sep turib yani şu yerdeki insanlarga bo'lgan adolatni ve insanlarga bo'lgan manfaatni, devletning manfaatni
ehtiyojini asos qilib turib, bu narsaning o'zini o'ttirib qo'yish, bu narsani tuzash bu davlatniki ehtiyoji bo'ldi, xalqniki xalqni to'g'ri yetaklash va xalqning o'zini xalqdagi masalalarning o'zini to'g'ri hal qilishdagi eng oshqushliq masala bo'lib hisoblanadi misol. Shuning uchun mush narsani bilishimiz nihoyatda muhim. Maxsus prinsip sohasida to'xtalishimiz mumkin masalan bir kunlarda. Bunu bilish nihoyatda muhim. Chunki har sohadanki prinsipini bilib olgandan keyin onun chiqarilgan hukmni biz hech bir zaman o'zi nima qilmaymiz. Misol Qur'oni Karimda Az-zaniyatu vez-zani fajlidu kullu vahidin minhuma mi'ata jalda degan oyat var. Şu zamanın özde Allah Teala Qur'oni Karim tushirib, zina qilgan er ayolni 100 qamchi urush sohasida buyruq tushirdi. Bu degan vaqtda bu hozirgi vaqtda hech qanday bir davlat ijro qilmaydi Afg'onistondan boshqa. Biz hozirgi vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda hozirgi zamonda shu nima jinoyatchiniki o'tkazgan jinoyatiga loyiq jazo berish degan prinsipni asos qilgan holatda zinaxo'rga hozirgi zamanda shu 100 qamchiga to'g'ri keladigan bir jazoning o'zini tep chiqsak, turma jazosi bo'lamdi. Yoki bo'lmaydi iqtisod jazo bo'lamdi. Bunday bir jazoning o'zini ashuna muvofiq keladigan bir jazoni tep chiqsak, yana u zinaxo'rga to'g'ri jazo bergan bo'lamiz degan gap. Misal o'g'irniki qo'lni kesilgan tarjim qilingan oyatning o'zini faqta'u aydiyahuma deb shu zamonda qo'lni kesdimi deyli. Kesgan bo'lsa, o'g'irning qo'lini kesgan bo'lsa, hozirgi zamoncha o'tgan vaqtda shu o'g'irning qo'lini kesin degan oyatniki, shu kesin degan buyrug'ini kesishdan iborat. Bu fe'lning o'zini amaldan qoldirib, hozirgi zamonda shuning loyiq bir jazoni tep chiqib, o'g'irniki shu qilgan, ya'ni o'g'ilgan moddiy narsaniki qimmatiga asosan uniki o'zi turma jazosimi yoki iqtisod jazomi har qanday bir jazoning o'zini berish orqali uning loyiq jazoni bersa, Qur'oni Karimdagi uniki qilgan ishiga loyiq jazo beringlar degan prinsipga amal qilgan bo'ldi degan gap. Misol. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda uni jazoni o'zgartirib o'tish, u hech qanday o'zi Qur'oni Karimga amal qilmaganlik yoki bo'lmaydi Qur'oni Karimga qarshi ish qilganlik deb hisoblanmaydi. Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asosan zamoniga loyiq jazo bergan bo'ldi ya'ni. Ana aytgan vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi nurg'un narsalar bor. Qur'oni Karimda bayon qilingan shu zamoniga, shu makoniga, bugun zamoniga loyiq, zamoni xosmi degan bo'lg'achqa, shu zamonda bo'lgan ishlarning o'zini bir qursurush nima oz bo'lsa-mu, biroq o'zi so'zlab o'tgan bo'ldik. Bu faqat Qur'oni Karimning ichidagi az bir qismi. Misol, buning hammasi so'zlash kelib qolsa, Qur'oni Karimdagi butun o'zi ahkam sohasidagi har xil siyosat, iqtisod va munosabat sohasidagi butun o'zi prinsiplarni o'ttirib qo'yish orqali uning shu zamonda qanday o'zi yo'l tutgan, hozirgi zamonda qanday yo'l tutishimiz kerak, buning o'zini so'zlash to'g'ri keldi misol. Shuning uchun hamma so'zlab bo'lmaymiz, ammo bu Qur'onni nima qilayotgan, tadqiq qilayotgan, Qur'oni Karim tushansam bo'ldi deyotgan insonlar mana mushu nuqtalarga diqqat qilish kerak. Yani prinsip nima diqqat qilish kerak. Prinsipni bilgandan keyin asosan oldi echilib ketadi. O inson har narsaga to'g'ri o'zi hukm bergan bo'ldi. Ya'ni. Xo'sh. Allah razı olsun. Rahmet. Miyada bir dostumuz bir sual soğandı. Ben şunu bir soru öteyim. Bayatın aşı ayet doğrusu tefekkür kılışkan. Bunun nime depti dese Maide Suresi'ninki 79. yani Ali İmran Suresi'nin 79. ayetinde. Allah birer insanga kitapni, hikmetni, peygamberliklerini, nübüvvetni bergenden keyin o insanın kişilerge Allah'ını koyup bana bende bulunla deyişi mümkün emes. Lekin o insan sela kitabını ügetken ve ügengen işken sela pervardigarınlarına ihlasmen bulunla deydi deptim. Bu şu ayetten bir düşündürmüşler habamay.
Ali İmran 79. Ustoz yo'qolib ketdi qo'y. Oh, sual ig'i kelmaganda. Endi shu bu yerda kitob nima, hikmatni degan gap bor. O'sha hikmat zodi nima? O'shani obdan bilish kerak-da. Ali İmran 79. 9. ayet. Çıktımı? Paylaştım ekranga. Ahmetcan. Benim de to'sibam ne? Screen share deb bakın. Bunu açtım. Sizden screenshot kelmedi. Kim? Ustozninki nimasi uzilib ketib qolgan bo'lishi kerak. Toki. Batareyasi tuggan bo'lishi mumkin ishlatgan telefonning. Birodar bugungi nimani xulosa qilib tutlam taqayli bir qancha savol qo'yib qo'ydim, lekin so'rash fursati bo'lmay qolib qoldi. Mening diqqatimni chekkan bugungi darsda asosan muhim narsa zamonga aloqador, ya'ni zamondan hol qilgan uch narsa borligini dinda. Uni o'zi e'tiqod, ibodat va prinsip dedi ustoz. Buningga fikri bor qarindoshlar bo'lsa, raddiysi yoki tuzitishi, to'liqlamasi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, albatta qarshi olamiz. Chunki maqsadimiz kimlarningdir unvonini yoki saviya nimasini ko'tarish emas, haqiqat tepish bo'lganligi uchun haqiqatni kim o'tirib qo'ysa, haq ekanligini o'tirib qo'yib isbot qilsa, albatta uni qabul qilishga tayyor turibdik. Uning uchun ustoz o'zining izlanishlari orqali bizga yig'inchoqlab aytib bergan narsasi ko'ra e'tiqod, ibodat va prinsip Allohning dinida zamonlardan hal qilgan bo'lganligini o'tirib qo'ydi. Takrorlaymiz. Mashunga raddiysi yoki to'lqin solgan qarindoshlar bo'lsa, tuzitish olgan qarindoshlar bo'lsa qarshi olamiz. Undan boshqa prinsipga aloqador diniy qarindoshlik, Xitoyninki nima? Musulmon davlatlarninki Xitoyni do'st tutishi qatorliqlar aloqador savollar yozildi mana bu YouTube'dagi inkas rayoniga. Yana munosabat savollar va qarindoshlar bo'lsa, inshaalloh uni qatorliq fursat so'rash. Ustoz kiribmi qoldi?
Allah'a şükür. Selamünaleyküm. Gördük. Sual Daskanlı eğil jıkkım tuğan toqta. çıkıp gitmegenler. Ya o sualına Ya, bugünkü bu tema bilen biraz münasebetlik emasken birodar. Ya münasebetlik. Hikmet Närim- doğruluk. He? Prensip bilen kitap bilen hikmet nügetdi dediniz mi? Bu Hı. hikmet şu Kur'an-ı Kerim'den doğru hüküm çıkarış nimesi o. He. Prensip aşağıda çıkaranız. Şunu He. demekçi. Doğru. Şunu düşündürüp koysa ustaz. Bayatım Hem bu yerde ikki narsa var bu oyatning o'zicha. Birinchisi nima degan vaqtda birinchisi hech bir zaman payg'ambar ani qilibdiki, payg'ambar mani qilibdiki deb keyingi insonning hammasi davomli payg'ambarning qilgan ishiga o'zining qilgan ishini yoki jamiyat ishlarini tatbiqlash bu to'g'ri bo'lmaydi degan gap. U nima tatbiqlaydi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi prinsip tatbiqlaydi. Ikkinchisi degan vaqt ikkinchisi Qur'oni Karimdagi prinsipga o'zining jamiyatdagi masalalarni selish orqali to'g'ri hukm chiqarish. Bu payg'ambarlar ashunday to'g'ri hukm chiqarish orqali insonlarni to'g'ri yetaklab mangan. Agar biz payg'ambarlarga o'xshash ish qilamiz desak, payg'ambarimizni o'zimizga payg'ambarlarni o'zimizga usva, ya'ni ulgu qilamiz desak, mana shu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga jamiyatimiz bo'lgan masalalarni to'g'ri selish orqali hukm chiqarsak, bu Qur'oni Karimdagi hikmat berilgan hikmatni to'g'ri ado qilgan bo'lamiz degan bo'ldi. Ya'ni demak bu yerda hech bir zaman o'zimizniki qayoshiga yoki boshqa insonlarniki qilib qo'ygan ish harakatlariga ergishish emas, Allohning kitobiga ergishish, kitobidagi prinsiplarga ergishish bu nihoyat muhim. Bizning insonlarimiz buni o'ziga hazm qila olmaydi. Nima degan vaqtda bu biz kichigimizni tortib misol bu nimada bu Osiyo davlatlarida bir odamni o'ziga yetakchi qilib tutdi. Misol Turkiyani misol olsak, hozir Mustafa Kemalni o'ziga bir nima tutdi. Misol davlatni bir shu vaqt mustaqillikka erishgan bo'lsa-mu, davomli shu Mustafa Kemal degani to'g'ri deb ashunga mangadi. Xitoyni misol olsak, hozir Kunzining o'zini, necha ming yil bo'lgan Kunzini o'ziga nima tutdi. Biz kichik vaqtda Leyping degan bir Xitoy voqea, Xitoydan o'rganish sohasida shunday narsalar bor edi. Demak bu bizde aşındaq narsa qon qanimizga singib ketgandan keyin bir odam yetilgan bo'lg'achqa Qur'oni Karimdagi prinsipni oldimizga qo'yib turib, shu prinsip bo'yicha men oldimizga ovozim bormi? Baba. Bu bizga eg'ir keliklik. Shuning uchun bizniki davatqinimiz nima degan vaqtda biz oldimizga bir butni qo'yib olmasligimiz kerak. Mayli u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Molla bo'lsin, qori bo'lsin yoki payg'ambarlar bo'lsin. U payg'ambarning o'zini Allohning payg'ambari u bizga o'sha odam, Allohniki shu buyruqlarini o'zini ijro qilgan bir kishi degan sifatda biz tushunsak, u vaqtda biz to'g'ri tushungan bo'lamiz. Agar uning o'zini iloh darajasiga ko'tarib, andakin o'zi uningki diginni biz qilamiz desak, Allohning digini oyda qilib qilib, u payg'ambarning qilgan ish harakatlari, uni degan so'zlari dinga aylanadigan gap, hatto uni degan so'zlari u qadar jiq emas. Hozirgi vaqtda soat adab 9 dan yo'g'on Ambarda kitobning o'zini yig'ib oldi. Tugmaydigan bir hikoya, hech qanday bir narsani hal qila olmaydi u kitob orqali. Misol, bir po'xiyadigan bir to'xining o'zini qanday qilamiz, matu halol maram po'xiyadi ekan u desa, ashning o'zini hal qila olmay yurgan mollani ko'rganmiz. Demak, bu qadar amdalqi besda bo'ladi, besda bo'lmaydi, besda muboh bo'ladi, besda makruh bo'ladi degan nurg'ulgan gaplar bo'lgandan keyin qosin deyishni bilmaydigan gap. Kesimlik bo'lib bir hukmni topolmaydi bu kitoblarda. Fiqhda shunday. Nima qildi? 4 tal mazhabni yig'ib olgan, ba'zi yerga Imom Abu Yusufni qo'shib 5 mazhabni yig'ib olgandan keyin u 5 mazhabning 5 xil degan gapini bir kitob yig'ib olgandan keyin qanday bo'ladi bir hukm topildi. Masalan, shunga u mollaning o'zi bir masalaga kesimlik bo'ladi. Xonga kaskada kesimliki mandaq deyolmaydi hech birisi. Lag'man so'zgani so'zib o'ltirdi ashada. Shuning uchun bu yerda devatqinimiz nima degan vaqtda bizga nihoyat aniq hukm qilishni, hukm chiqarishni o'rgatadigan kitob nima? Qur'on. Qur'oni Karimdagi shu prinsipni bilsak, biz hamma narsaga shunday o'ng'ay hukm chiqara olamiz.
Onundan keyin ikkinchi bir tarafi hozirgi zamon, hozirgi yashayotgan zamonimizga va yashayotgan makonimizga qaytib kela olamiz. Agar u rivoyat asos qilsak bo'lsa, jismimiz hozirgi zamonda yashaydi. Ruhimiz 1400 yil burungi zamonga qaytib ketgan gap. Shuni hozirgi zamonga moslashmaydigan gap. Onundan keyin ayndaq o'ldigan yerga tezroq o'lib u dunyoga ketishni orzu qilib yurgan gap ekan. Shuning uchun bu yerki Qur'oni Karimdagi alohidlik bu nima degan vaqtda her insonni o'zining zamonida yashatish, o'zining zamoniga loyiq odam qilish va o'zining zamonidagi masalani to'g'ri hal qilish. Mana mushu narsa ustida tarbiyalaydi Qur'on. Biz mushuni o'rgangan vaqtda o'zimizning vatan millatga bo'lgan, vatan millat davoyimizdagi bo'lgan nurg'un masalalarni hal qilib keta olamiz. Misol hozir eng oddiysi zakat masalasi kelgan vaqtda, voy zakat degan shu g'ayrat miskinga bermasa bo'lmaydi, bu o'zi tashkilotga ishlasak bo'lmaydi deb, ashning o'zini nim qilib, shu Turkiyaga avatib, Turkiyadagi shu molla yeb tugitdi uning o'zini. O zakatning o'zini Allohning yo'lida degandan bu vatan uchun kurash qilish Allohning yo'li. Alloh ko'rsatgan yo'l. Buning uchun ishlatishdan afzal ish bo'lamdi misolda. Mana mushunda kelgan chaqda o'zimizniki hatto da'vo ishlariga ziyon soladigan gap. Shuning uchun bu Qur'oni Karimdagi bunday prinsiplarni biz bilgan vaqtida hamma tarafni bizning oldimiz echilib ketadi. O vaqtda o'zi da'vo ishlarining eng to'g'risini mang'alaymiz. Misol boy deganga o'xshash, musulmonga men musulmon bo'lgandan keyin ashning bir taraf turishim kerak demaymiz. Davlatning ishi sirtga chiqqan vaqtda davlatning sirtiga manfaat asos qilindi. Davlatning ichida siyosat qilgan vaqtda adolat va barobarlik asos qilindi. Bu nima? Prinsip. Davlatning sirti tursa manfaat asos qilindi. Hech qachon u yerda e'tiqod asos qilinmaydi. Shuning uchun bizga bu yerda nima degan vaqtda mushu o'zi prinsip asosan biz qandaq bir millatdan, qandaq bir tashkilotdan, qandaq bir davlatdan vatanimiz va millatimizga foyda ola olsak, foyda yetkiza olsak, shuni qilsak, Qur'oni Karim belgilagan manfaatni asos qilishdan iborat bu prinsipga biz amal qilgan bo'lamiz. Masalan, bu ish payg'ambar alayhisalom zamonida bo'lmaganmi? Bo'lgan. Makkada bir qancha musulmon bo'lgan. Shu musulmonlar turuqlig'in Madinaning Hudaybiya sulhini tuzgan vaqtda Makkadan bir musulmon qaytib kelsa, qaytarib berganlik. Agar musulmonlardan birisi Makka qochib kelsa, uni qaytarib olmaydiganlik. Manda tangsizlik holatdiki bir o'zi ahdnomini tuzgan. Bu yer nima degan vaqtda o'zi ojiz bo'lgandan keyin musulmonlar kuchlanuvchi orliqda bir fursat yaratish o'ziga, vaqt qozonish. O agar o netman kafir kipligi o yerda Madina besvasa o yerda musulmon yo'q qilsa ishtibaydi degan gap. Shuning uchun uning o'zini o islomni dunyoga kengaytirish uchun u yerda vaqt kerak, kuch tepish kerak, jiq odamning o'zini islomga da'vat qilish kerak. Uningdagi islomga kirmaganlarning o'zini o'ziga ittifoqdosh qilib, qo'shib olish kerak. Ashtaq qilish orqali o kuchlanadigan gap. Shu orqali qanday ekan o dushmanga taqobil turadigan gap. Shu payg'ambar alayhisalom u yerda nurg'un o'zi narsalarni ko'z tutib, ya'ni Madinadan iborat bu davlatniki manfaatni asos qilib turib, u yerda o'zi Makkadagi dindosh diniy sohada bir bo'lsin u yerdagi musulmonlarning manfaatini asos qilmagan asosda Madinadagi insonlarning manfaatini asos qilib turib, bu yerda kelishim tuzgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davomli deb ko'ramiz buning o'zini biz siyosiy sohaga kirgan vaqtda mollalar bunday sohani bilish kerak. Yani davlatning sirtida, vatanimizning sirtida biz boshqa bir millat bilan, boshqa davlat bilan yoki tashkilot bilan aloqa qilgan vaqtda faqat manfaatni asos qilamiz. Yani vatan millatga manfaat yetadigan bir ish bo'lsa, mana mushuni qilsak, vatan millatga bo'lgan davoyimizga foyda yetkazgan bo'lamiz. Agar biz o dinni asos qilib turib, Xitoyniki dushman, yani bizning dushmanimiz bir saf turgan insonlar bilan bir saf tutsak degan vaqtda biz o vaqtda Xitoy bilan bir saf turgan bo'lamiz. Hozir misol voy Falastinda Arablar bir safda turayotgan odamlar bor. Bizniki shu mollalarning ichida, bizniki Uyg'urlarning ichida jiq odamlar bor. Bu insonlar cho'risi dinini o'qitib bu ishni qilyapti. Qur'on bunday narsani cheklaydi. Sen bu narsani
Müşahede bir savol vacip bo'ldi. Belki yezib qo'ygandim. Men hozir fursatni yana takrorlab nimasi bilan fursat bo'lib qoldi. Undaqda diniy qarindoshlik deganni qanday tushunamiz? Qarindoshlik deganning o'zida butun inson qarindosh bu yerda. Bu yerdagi ixva degan kelimaning o'zi birodar, do'st, birodarlar. Uning o'zini qarindosh qilib tarjima qilish hech qanday hojat yo'q. Yani O ayette ihvanın manası birodar şekilde olan da qarindosh emas. Birodar shaklda oldu. U O- hech qanday qarindosh deb sizniki ixvan deganning o'zini sizni qarindishinglar deb tarjima qilish butunlay xato. Nima uchun degan vaqtda payg'ambar alayhisalom nima degan Makkada nima xutba qilgan vaqtida hammamiz bir inson degan, ha? Uning ichida iqvodi, qarsivodi misoli, hamma inson, hammamiz bir inson. U yerda o'zi mushriklar bo'lyapti, masalan, musulmon bo'lyapti. Masalan, shu Makkadan kelgan 10 ming odamning hammasi musulmonmidi? Musulmon emasdi. Chunki hozirgi nimada tadqiqotda 1000 dan 1500 gachilik haqiqiy islomni qabul qilgan insonlar 1000 dan 1500 gachilik ekanligi hozir aniqlangani bu. 10 ming odam Madinaga keldi degan nima degan vaqtda ittifoqning ichiga kirgan nurg'un islomni qabul qilmay biz o'zimizning dinda qoldik, sen biz bosh topshiramiz, ma davlatningki chatisi ostida hammamiz birga yashaymiz, qarindoshlarcha biz birga yashaymiz deb o'zi davlatning chatisi ostiga kirgan odamlar. O payg'ambar alayhisalom u Makkaga kelgan vaqtda Makkalikni iymon etqizish uchun kelmadi, Makkani ishg'ol qilish uchun, fatih qilish uchun keldi. Qur'oni Karimda inna fatahna degan oyat bor-ku, fatih qilish uchun keldi. U yerda sen Makkalikni iymon etqizish uchun kerak degan Qur'oni Karimda bunday buyruq yo'q. Nima uchun degan vaqtda iymon etish har insonning o'zining ixtiyoridagi ish u. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Yani bu Sure Hucurat'ın 49. ayetinde bir yollaptı ve kardeşimiz yollaptı. Şüphesiz ki Allah Teala bundan dedi, şüphesiz ki müminler birbiriyle qarindoshdir. Unda da iki qarindoshlarning arasını yaxshilab qo'yinglar, Allohdan qo'rqinglar, shunday qilsanglar rahmatga erishasizlar degan oyatni. Shu Aşağıda qarindosh shaklida tushunib keldik-ku. Innamal mu'minun ikhwa degan bir jumla emasmi? Fa'aslihu bayna akhawaykum degan ibora bor. Bu yerda bir millat bo'lgandan keyin hozir dunyoda qarindoshmi deydi. Lekin asosan bu narsa nima degan vaqtda butun insoniyat asli bir qarindosh. bir yerde bu ayette Müslümanlar qarindosh deb yo'q. Ya Müslümanlar qarindosh degan gap yo'q. Mu'minlar qarindosh deb bor. Mu'minlarning nimaligini Alloh deb turdi-ku boshqa oyatlarda. Şu mesela ayet ahirlerde nurgun ibarlı var. Misal aşağıda katli kelimesi var. Katlinin özüne karşı tarafını ötürün deyip tercüme kılan ayında tercümeden var. Bu yerdeki neyse ne modası? Karşı taraf o düşmanlıkını koyuculik arlıkta ulağı ölen özüne nem kılanlar. Ulağı halkı ulağın tenkitlanlar. Eyiplanlar hazırlık vakit yok. Bundak nesler çıkıp da şu bu yer ihva degan kelimening o'zini qarindosh deb tarjima qilish o nimaniki ma'nosiga toza uyg'un kelmaydi. Ihva deganning o'zi do'st, birodar degan ma'noda keladi. Shunga bizningki Uyg'ur tilida qon qarindosh, din qarindosh deb mandaq qo'shimcha qo'shimizda. Undaqda biz hozir qadar o'rganib kelgan dindagi din qarindosh degan so'zningki asl to'g'ri atilishida undaq diniy qarindosh degan narsa yo'q. Dini qarindosh o insoniyat emas qarindosh zaten hem de birodarchilik var da misal qarindosh deganning o'zi bizning tilimizdagi gap-ku. Qarin degan nima? Qo'shtaqni ko'rsatuvchilarmi yoki? Shundaqda. Qarin degan qo'saq, onaning qo'sig'i. Bu yerda bir qo'saqdan chiqqan odamni qarindosh deydi. Bir qo'saqdan chiqmagan odamni qanday qarindosh bo'ldi yerda? Misal Şuna aşağıki şu din qarindosh degan ismini qo'ydi emasmi? Diniy sohada birodar, do'st misolda yoki yo'ldosh degandek bunday bir narsa. O bu yerda qarindosh degan so'z u tor doiradagi uqum u. Qarin degan gapni bilish kerak u yerda. Qarin degani onaning qo'sig'i. Masalan, men sizlar qarindosh emas, do'st, birodar, bir millat misoli.
Nima chiqadi? Sizlar biz bir anadan tug'ilmadik da. Unda bo'lgan ekan biz o'zi qarindosh emas, bir millat yoki unda biz nima qilgan. Kan, Qon kan benim bilen qarindosh emas. degani o'zi Mayeli. qanimizga o'xshamaydi odatda Evet. biz hozir. Nurg'un Evet. odamlar qanimizga o'xshamaydi. Mayeli demek şu ona şu imani qarindoshlar, mümin yani şu. Bu mo'minlikda halqa Aa. birodar bo'ladi-ku. Endi hozirgi masalan Hı. shu bir demokratik davlatning o'zida bu demokratiyani qo'llaydigan odamning hammasi yo'q desa, shu demokratiyadagi bir yo'lda mang'an inson degan gap. Halqa biz nima deymiz? Yo'ldosh demda. Bir yo'lda mang'an odam hammasi yo'ldosh bo'ladi-ku. Sepdash, fikirdash, Sepdash, taqdirdash, shakildosh. Fikirdosh degan bunday narsa. Halqa biz hamma narsani tor Partidash. doirada tushunib lekin uni andaq qilamiz. Unda bir gap yo'q u yerda. Qarindosh deganingizni Uyg'urcha qarindosh degan nima degan gap deb Uyg'ur izohlig'iga qarab baqsin, nima deb tushuntirdi uni. Misol, bu nayt muhim narsa. Shunga halqa ikhva degan kelimaning o'zini hammamiz bir do'st misolda. Misol bir yerda yashagan insonlar hammamiz do'stona yashaydigan gap. Bugungi coğrafiylik noktadan aytsak, hamma vatandosh shaklda keldikinde. Hamma bir vatanning odamlari yoki hamma bir xalq, ya'ni bir vatanda yashaydigan insonlarimizni ma Angliyada nation deydigan-ku. Nation deganning o'zi bir vatanda yashaydigan bir nima xalq degan gap endi. Mana vaqtida. Masalan, Sharq Turkistonning o'zida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek hammasi yashaydi. Aş yaşayan xalqning hammasi nima deymiz degan vaqtda Uyg'urlar emas, ashning hammasi ash vatanning o'zida bir xalq, ya'ni Sharq Turkiston xalqi deb atiladigan gap. Xuddi shunga o'xshash bir gap bu. Mana şu bu ayetning nima qilishimdagi sabab bir ustozning darsini anlagan men şu. Mishada biz barliq musulmonlar qarindoshdir deb yurimiz-ku. Aslida ish emas. O yerda musulmonlar qarindosh degan gap yo'q. Masalan, musulmon bo'ldim, taslim bo'ldim deb Makka fath qilingan chaqda musulmon bo'lganlar bor-ku. Sizlar mu'min bo'lmadinglar, sizlar taslim bo'ldinglar degan oyatim bor-ku yerda. Ondan boshqa taslim bo'lganlarning hammasi qarindosh emas. Faqat oyati degani bo'yicha mu'min yani. Bir xalq bo'ladi-da vaqtida. Bir nation. Allohninki şu mümin degan sifatiga ega bo'lganlar demakchi. Ya şu adam mu'min bo'lgandan o'zimi halqa u nima emas, halqa qarindosh bo'lmaydi, bir o'zi e'tiqoddagi bir dindosh bo'ladi misolda. Dindosh, ya. Bir dindosh bo'ladi. U yerda qarindosh deganni nayt o'zi halqa kichik narsa. Nima sifat? Halqa istatistik vositalarini qo'llanadiganmi? Kur'an-ı Kerim'de nurgu yerler. Arab tili grammatikasi bo'yicha yoki arab tili lug'ati bo'yicha aytgan chog'da ahi degan so'z qarindosh shaklda kelmamdi. Birodar deydi-da, ya ahi deganimiz ya birodar degan gap. Nimani deydi? Masalan, bir qo'saq aka ina ashsan bo'lsa masalan, uni nima deydi? Uni shu Dostlar aşının özüne. Onu uxti, ahi deydi, aşını ahi, aka, ufka deydi. Lekin uniki ishiltilish nemasi, bir qo'saq kelgan vaqtda u ayrim narsa bo'ldi. Ammo butun insonning o'zini bir qo'saqdan deb unda qarindosh sifatida unda tarjima qilish xato. Masalan, nimada? Nimada? Miros babida. Miros babida shu maqsad ta'riflandi. Misalda uxti ahi degan kelima ta'riflandi. Bunda kelgan chog'da qilingan tarjima nima degan vaqtda uni bir qo'saq qarindosh qatori tarjima qiladigan gap, ammo uni masalan boshqa bir odam bo'lgan vaqtda uni qarindosh deb tarjima qilish masalan baysilda o'qigan oyat bor-ku, innamal mu'minun ikhva degan oyat bor-ku. Uni qarindosh deb tarjima qilish u xato. U dindosh. Yo'q, biz mush Qur'on manbalik din tushunchasidan manganda boshdan bizga taqalgan narsaning birisi shu Qur'onning aslida bevosita to'g'ri tarjimasi o'ttirdi bo'lmaganlik sababi tufaylidan burmalangan yoki ta'sirga uchqab ketgan tafsirlarning ta'siri bilan o'ttirga chiqqan tarjimalardan biz to'g'ri manba ololmayotganligimizni deyishgan tuqqo, ya'ni shuni tushunishgan tuq.
bugungi ma o'tirib qolgan narsalardan bak muhim bir gapkan ma bu amaliyotda ma bizning o'zimizning zag'ir tili bo'yicha aytgan vaqtimizda qarindosh kalimasini bizning qondosh ya'ni bir qo'saq afka shaklda keladigan ya'ni mirosxo'rlar babiga kiradigan deydi mirosxo'r bo'la oladiganlar qarindosh bo'la oladi ekanmiz Albatta. qolganlar qarindosh emas yoki to'plumdosh yoki saboqdosh yoki do'st adash birodar yoki vatandosh millatdosh shaklda keldi ekan demmoqda Unda bo'lgan gap. Şoňalky O aşu bir kelimini şu Arapnyk izahly lugatyga salsa, ihwe degen kelimini salsa, ay nurgun manysy barço. Misal, tamam. şu wagtda Niyede- aşda özü ayet- toğrunum kullanýar. Şu Kur'anyň özünde misal innemel mu'minun ihwe degen kelimini ay cümlenin özüne bütün musulmanlar qarindaş dep tercim kılıç arkalık bunun özü faydalangan siyasi sahada faydalangan bundaq insanlar var. Mesela Araplar öz vaqtida Kongo poq gepleşken vaqtida başka özü düşmeni kuch yetmey qap qalgan vaqtida hemimiz biz qarindaş degan narsaning özünü oturup çıkış arkalık başka musulmanlarni asap tatip ekilip anda faydalanish uchun qilgan narsalar. Bo'lmasa aşının özünü insan bunda turup degan to'xtab turar. Manuel men qarindaş deganing o'zi bir qarinda degan bir qo'saq chiqqan insonni ko'rsatdi. U vaqtda men buni qanday qarindaş olmay? Biz normal axloq adam hammasi biladi buning o'zini. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, sabdash, masalan, alqama turkildalik arkadaş degan nurg'ulg'an gaplar bor-ku. Ashuna o'xshash, uniki o'rnini joyida ishlatish kerak. İhva degan bir kelime bo'lsa-mu, gerçi o kelimeniki ashunda nurg'un ma'nosi bor-da. U har narsa o'rniga kelgan vaqtda shu soha bo'yicha boshqa bir ma'no chiqadigan gap. Bu ayetning aqistimi degenge başka narsa emas. Ondaqda ikki qarindoshinglarning o'ttirisini yaraştırıp qo'yinglar degan. Yaxshilab qo'yinglar, Allohdan qo'rqinglar. Shunda qilsanglar rahmatga erishalaysiz deydi. Hozir endi qarindosh deganlar nima qilyapti desa musulmonlar bir-birini o'ltiryapti masalan shu. Albatta. Allah shuni o'ltirdi ashulamış. Bu oyatning nimasiga tam qarshi chiqyapti-da bu. Shunga İhva deb qo'ydi, qarindosh deb qo'ydi. Arapça bildiğin birodarlarimizdan birisi bir qo'saq akufkaga yoki bir qo'saq qarindoshlarga ishlatadigan kelime ihvatu ishqa u shaklda keldi ekan ya'ni shaqiq shaklda. O hozir devatida onun özünde. Qur'onning özünde mesela mirasning babida ihva keladi. Ha, işte keldi. İhva keladi o'sha yerda. Mirasning babida. Ha. Qiz qarindoshlarla o'g'il qarindoshlar deb ashar bab bor. Qarindoshlarning qarindoshi shaklda. O'g'li. Ashning hammasi ihva uxti deganning o'zini ishlatdi. Bu nima degan vaqtda u yer qarindoshlik ishlatdi. Endi ikki jamoat Aşualqı Xazraj bilan Aws qabilasi bir-biriga Payg'ambar alayhisalom zamonida chapon selishgan vaqtida shu orasini isloh qilish sohasida yarashtirib qo'ydi. Shuning o'zigami ihva ishlatilgan. Uni degan vaqtda bu yer endi ishildi. Ya'ni bu yer ihva nima desa, u vaqtda uning o'zi qarindosh emas. U o'zi bir dindosh insonlar bo'lar. Misol biz zaten baştan ayak ana tilimizde mi şunda ekanmiz, dinimizde mi, siyasetimizde mi şunda zaten hukumlarda bir qalaymaganchilik bor ekan bizning cho. Hozir sizlarning o'tirib qo'ygan shu diniy qarindoshlik masalasidagi izohatlarda ahi kalimasininki izohat lug'atini aqtagan vaqtida nurg'un ma'no chiqadiganligini, uning bizga xos bo'lgan qon qarindosh xos bo'lgan tarafida ashi mazmun keladigan vatandaşlık mazmun keladigan tarafida o taraf keladigan mandaq ko'p ma'noli kalima ekan bu. Lekin meyadiki undaqda diniy qarindoshlik emas bu, ya'ni dinda qarindoshlik bo'lmaydi ekan undaqda. Birodarchilik. Mana shaklda kelgan ya'ni. To'g'ri. Bu bir yeşil herhalde mening hozircha dastlabki bir ham talash bo'ldi menda. Ya'ni izlanamiz inshaalloh. Vaqt e'tibori bilan mana bu yani bir ikki savol qo'ygandim sizlar o'tirib qo'ygan mazmunga asosan. Oraliqda sizlar tashqi siyosatda manfaatni asos qilganligini deb o'tib ketdilar masalan. Undaqda
Müslüman devletlerinin Xitayni dost tutishi diniy nuqtadan xato emaskan degan bir tuyg'u oldu. To'g'ri tushundimi yoki xatomi? To'g'ri. O misal Arablar kim hujum qilyapti hozir? İsrail shunaqmi? Ha. İsrail mesela Falastinga o Arabning hammasiga emas o yerdagi narsa. Yani o yerdagi doirani cho'ngaytirib, uni diniy narsaga aylantirib, unidagi Arablar nima Yahudilar musulmonlarga hujum qildi deb Yahudi dinidagilar bilan musulmon yani bütün musulmonlarni bütün Yahudilar qarshi qo'yish uchun andaq kelimalarni ishlatyapti-da hozirgi vaqtda bir qism insonlar. Bu to'g'ri narsa emas. Bu narsa nima? İsrail'dan iborat bir millat o. O Yahudilarning bir qismi. Yani başqa millatning ichida Yahudi diniga e'tiqod qilganlar bor odatda. Bu din deganda bir millatga xos narsa emas. Hamda shu İsrail millatidan iborat bu millat u yerda Hamas degan bir tashkilot bilan urushyapti. Arabning hammasi emas, uni ustiga Falastinni o'tiryapti. Falastinliklar hammasi emas u yerda. Hatto Mahmud Abbos nim bilan shu İsrail bilan ishbirlik qilyapti. Nima uchun deyapti? Batı shariatda turkcha bizda g'arbiy shariatda hamdimi? Aşının özü mesela şu Gazze'nin özdeki insanlar o neymi? Mahmud Abbas'a boysunmaydigan gap. Boysunduruş için düşman bir set durmagan gap abi. Hatta ki. Demek bunchilik öz murakkab. Yani bu bir mesele, ikinci bir mesele neymi degan vaqtda bu O'tir Sharqning masalasini maxsus bir mavzu so'zlash kerak aslida. Bu Xitoyning do'sti kim o degan vaqtda O'tir Sharqda İran. İran öz Xitoy bilan bu neminiki qo'li, Urusniki. Bu İranning qo'li orqali İranni tutish orqali İranniki qo'li orqali bu yerda Husiylar degan bir tashkilot bor. Uniki Hamas bu Arabniki tashkilot ayrim. Aniki bu yerda Hizbullah degan bir tashkilot bor. Bu tashkilotlar hammasiniki asosan o 5'i Şia. Bu Şialar aşağıdaki Şiaların özünü tepip aşağıda nima qilib bu O'tir Sharqning o'zini tamamen kontrol qilish vaqtida Urusda Xitoy uni qo'llayapti-da. Bu İsrailga shu nima Hamas qarshi turyapti. Hamasni kim qo'llayapti desa, shu Xitoy bilan nima Urus qo'llaydi, İran qo'llaydi buning o'zini. Demak, bu Xitoyniki maqsadi nima degan vaqtda bu tarafdan Ukrayna masalan Urusga yordam berish orqali G'arbning kuchini nimada Ukrayna to'sib qilish, bu O'tir Sharqda G'arbning kuchining o'zini mush Ironni ishga solish orqali shu yerda o'zi nima Hamas deymiz, Hizbullah deymiz, misol shu Husiylar deymiz, shunday tashkilotlar orqali bu nimaniki G'arbning kuchini shu yerda to'sib qilish orqali o'zi saqlanib qilish. Buning uchun harakat qilayotgan bir insonlar. Siz degandek O'tir Sharq masalasini ayrim tutildi chunki yechilmaydi. Hozir bu muhim nuqtadan birisi atlab o'tib ketsa ko'milib qolishi. Chunki bizning hozirda qapoq qallimizda Magabni og'riz qo'tay. Hamda Xitoyniki qo'li olgan insonlarni qo'llayotgan insonni bizni qo'llashimiz yo'q. U vaqt nima bo'ldi? Shu Düşmanız öyle bir sept olduk diyen gap. Düşmanız bir sept olduk diyen gapning o'zi, yani Xitoyni yoki bilib turib Xitoyni kontrolga kirdik, yoki bilmay turib Xitoyni kontrolga kirdik degan gap. Mishada yana taxambakalikka rangni silishtirsak tum qora degandek bir yerga keldik-da, nuqtaning. Yani bu hayatınki solda Müslüman devletlerinin hazırki Xitoyni dost tutishi o'zining manfaat taqozosi bilan diniy nuqtadan xato emas degan narsa aniq oldi. Undaqda tal buning ta'siri bo'yicha shu musulmonni do'st tutamiz, kofirdan yordam olmaymiz shakldagi nimalarimiz, inkoslarimiz, bu talviliklarimiz diniy nuqtadan bu din emas ekan bu. Elbette. Man mushunday tushunsak bo'ldi ekan. Ya'ni ular Allah haqida gap bo'lgan chog'da, ya ular musulmon islom vakili qilolmaydi degan shaklda javob berdi. Ma bizniki
Konikalla birodarlar. Aslında unda emasken bunun fikri İslam'a vakil kılmayken hazır. U yerda Ağını iqtisod kılarken İslam'a doğru iken aynen. Arab devletlerinin devlet menfaati için Xitoy olamda kim bo'lsa olsun menfaat nerede bo'lsa shuni bilan hamkorlashishi uning diniy nuqtadan uning to'g'ri ekan bizning diniy nuqtadan o'zimiz xato ekan xato o'rganib topman ya'ni tag'in ichildim yani albatta bu masalani chunki tag'in Xitoy ishon bo'ldi endi bilan arablar bir suqishib qolgan yeri yo'q misol onun üstüge Arap tuproqlari Xitoy besib kirgan yer yo'q unday bo'lgandan keyin Xitoy arabniki dushman emas ular bilan o'zi munosabat o'tkazish u normal bir ahvol biz ham musulmon bo'lish yoki inson bo'lish sifatimiz bilan arablar mana Xitoyniki o'zi bizni shu qatlam qilayotganligini ko'rib turib ani o'zi ko'z yumbotidi deb biz uni qaqshaymiz agar biz davlatimizni qurib qilgan vaqtda degan vaqtda bizga biz hujum qilgan vaqtda hujum qilgan bo'lsa bizga hujum qilmagan har qanday inson bilan u qaysi din qaysi mazhab bo'lishiga qat'iy nazar qaysi rangda bo'lishiga qat'iy nazar undan foydalanish bizniki o'z ustimizdagi ish degan gap undan foydalansak u Qur'oni Karimga to'g'ri amal qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi chunki nima chiqadi degan vaqt tashqi siyosatda har qanday davlatda payg'ambarlar shunday qilgan davlat manfaatini asos qilgan bu o'zi nima u prinsip bu unday bo'lgandan keyin davlatning manfaati uchun u har qanday din har qanday mazhab bo'lishiga qat'iy nazar undan foydalanish u Qur'oni Karimga to'g'ri keldi degan gap bizchi degan vaqtda biz o'zimizning manfaati uchun o'zimizning vatan millatimizning manfaati uchun u yerda biz misol dinni bahona qilib o'zimizniki dushmani va do'st bo'lgan insonlar bir saf turish u xato bir siyosat degan gap hatto siyosatni bilmaganlik hattoki dinni bilmaganlik mana shu vaqtda shu bilmayotganmiz dinni zaten boshdan xato o'rganibdik-ku bizdan chiqyapti mana hozir xo'sh men vaqt munosabati bilan taxminbek uzrab ketib qoladi yana do'stlarniki vaqtini nima qilmaydi oxirgi bir savolim prinsip bugungi o'zi darsda muhim bilingan narsadan bir mazmun shu bo'ldiki zamondan olqigan dinda 3 narsa bor dedik e'tiqod ibodat prinsip dedik ibodat e'tiqod qismini bakchiq yechmadik chunki ilgirki qismlarda jiq yeshilib ketdi yeshilgan yerlarda ba'zanlar peshiga dessab hozir qadar sing'ib bo'lolmayotidi man prinsip masalasida boshdan oyoq ta'kidlayotgan narsa zaten Qur'on manbalik din tushunchasi bo'yicha bir-birisiga zidlik bo'lmagan shaklda yo'ritilib kelyotidi bugungi o'tirib qolgan mazmunda sizlar muhim bir narsani o'tirib qo'ydiki hatto Qur'ondagi aniq oyat bilan 100 o'rinlar yo 80 qamchi o'rinlar shakldagi oyatlar kelgan bo'lsa-mu uni shu shaklda ijro qilmay balki shuning vaznida ijro qilib natijani qo'lga keltirish mana bu prinsip shaklda o'tirib qo'yilamiz men shuni tushundim hozir albatta nima uchun degan vaqtda sizlar u 100 qamchi o'rimiz deb hozir deganlar bilan u hech qanday bir zamonda ijro qilinmaydi u narsa demak u hukm nima bo'ldi o'lik hukm bo'ldi degan gap onun uchun uni kirildirish uni ijro qilish uchun nima qilish kerak degan vaqtda hozirgi zamon ko'tara oladigan shuniki eg'irligidagi darajada bir o'zidan narsani o'zini bir jazoni bersak shuni to'g'ri keldi degan gap ya'ni shu jazoni o'zini biz to'g'ri ijro qilgan bo'ldik degan gap shu Qur'onning o'zida hukm oyati qarta sur ar-rahmonda deyman mizon degan oyat borchu bil qist val mizonmi shunday oyat bor bu mizon degan nima degan vaqtda aslida Qur'ondami bir er-xotinning o'zi kelisholmay qolsa ikki tarafdan haq so'zlaydigan ikki odamni akilib ashuni o'zini kelishtirib qo'ying deydi emasmi oyat va ashuni qarta bu nima degan bo'ldi desa ikkisi ayniq tortib yurib shu yerda bir nima qilib gapni joyiga tushirib yurib ularni aplashtirib qo'yish ehtimoli bor degan gap bu yerda hozirgi vaqtda degan vaqtda bir odam jinoyat o'tkazgan bo'lsa u mezon deganni bu odatda bunday jin emas sotda borku bunday sizib qo'ydiku bir ikki tarafda tanzisi bor bu mezon tarozi deymiz mezon bu nima degan vaqtda ikki tarafda ikki odam turdi hozirgi vaqtda oqlig'uchi qarlig'uchi degan narsa bo'ldi-ku u ba'zi odamlar o'ylaydi u oqlig'uchi oqlab uning o'zini jinoyatini yo'q qilib lekin shu nimadan chiqarib sotdan ep chiqib keta olgandek ayndaq nima qildi u odamlar
en doğru bir özü hükümni en doğru beriş üçün iki taraflı şunu elki bir kazan var bizde. Kazandaki töt kılıqın töt eden tuturup aynağı tüyürüp, maynağı tüyürüp, aya egiz kip kas şeyini kırıp jürüp, binas kılıp jürüp, burunqı vaqtda oçaq qaçlaq tüşürüge açtı var o. Ha. Xudu şunun qoxşaş, hazırkı vaqtda şu akılga çıkarılıqçılığının özü, şu cazanın özüne en muvafık ornuq düşürüş için hareket kılgan insanlardı. Şunu Kur'an-ı Kerim ne deydi dese aşağıda mizan kelimesini işildi. Mizan degenin özü iki yıl taraf. Yani ya özü bir tarafı besik etmezliği ya ki bir tarafı ya ki özü sot onunla töven ceza verip koyması lazım. Ya ki olmaydı o cinayetçi ağır ceza ep etmezliği lazım. Cinayetteki muhaf kalet ceza erişi lazım. Onun için her taraftan 12 kılmışını etraflık sürüştü kılış arkalık onu en muhaf orana düşürüş. Bunun özünü bayan kıldı. Şunun için bu yer neyme diye vaxtda misal öz vaxtda bazen bir özü iqtisadi cinayet ötkazgan adamın özünü ölüm cezası vergen kayıtlı boğan. Oş Avrupa'dan boğan onu asli. Tarixida bağı. Mesela 100 bin dolar, 200 bin dolar o vaxt cıq pullu o. Ayndaq nımqısı şu vaxtda şu pulnaki kımmeti boyunca o adamını ölüm cezası vergen mında qalet boğan. Keyinki vaqt görse onun ölüm cezası beğenmediğin boldu da. Bu ne mi diye ölüm cezası muvafık geldiğin turum cezası verdi. Demek bu yerdeki neresi ne mi dese kanun davamlılık şu vaxtdaki şu zamandaki şarait karta, ahval karta özgertip duruldu. Ama ötkazgan cinayetke muvafık haleti ceza beriş gerek degan prensip hiçbir zaman özgermedi degan gap. Mesela zina qilgan ikki ayol zina qilgan bo'lsa, vallati yatina minkum fahishatan degan fahish qilgan bo'lsa ikki ayol. Fahish qilgan bo'lsa, buning o'zi o ayolning o'zini uyga solab qo'ying degan ibora bor edi. Hozirgi vaqtda uyga solab qo'yib qo'yamdi. Solab qo'yish aslo mumkin emas. Faqat u yerdagi narsa nima desa, ashunda uyga solab qo'yinglar va oxirisidagi vallazani degan iboraning oxirisida faazuhuma degan ibora bor. Faazuhuma degan ayıplan degan gap. Hozirgi zamonda faqat shu o'zi o'xshash jinsliklar fahish o'tkazgan bo'lsa, er bilan ayol bilan fahish o'tkazgan bo'lsa, buni hozirgi vaqtda qila oladigan ishimiz nima desa, faazuhuma uni ayıplashni qila olamiz degan gap. Boshqa hech qanday ish qila olmaymiz unga. Ama yani başka yani şaxlap ketip qolamiz. Taximi muhim. Chunki qo'liga shuna toshni tutqazgandan tutqizish lozimki bizning millatga. Ondaqdan men shuni xulosaladim, shunda tushundim dehqonchilar kallam bilan. Yani prinsiplar natijani hosil qiladigan narsa deb tushunsa bo'lamdi. Albatta. Ondaqda bayaqdan Abdulaziz birodar yo'llagan sura hujratdagi 40. ayette 49. ayette şu ayetki bana Kur'an ve hikmet verildi. Şekildeki şey hikmet ma birodar başka dersten anladım degende şu hikmetmiş prensipni gösterdi dedi. Sizlar şunu bir Yok o Hucurat 49. ayet o müminler kırındaştır diyen ayet. ondan sonra Ama başka geç ayet Ali İmran Suresi'nin 79. ayeti. Hikmet doğruluk. Aşağıdaki bizgelik bu hikmetni hadis degan şu deb bizga anda yigizdi yillardan beri. Ondan sonra birodar deydi aşağıdaki şu hikmet mushu prinsip noktasını gösterdi deydi. Ben şunda tushundim. Ya prinsipga asoslanib turib hukm chiqarish degan bo'lgan narsa. Tamam. Hozir bo'ldi, tamam. Biz degan bir qancha tosh oldik ma darsdan. Menga nisbatan hali xo'janim toshdi. Tabii demek şu anda ustazdım diyede. Ben bu dersle algan düşüngenim hem daha iki tane itikat, ibadet. O özgermeydi. Üç dedi. İtikat, ibadet, prensip. Prensip özgermeydi. Prinsiplerde asaslı çıkargan kaideler, neticeler, hükümler o
devirlerge asasen özgürdür. Ha. Şu şarayit asasen. En doğrusu. Şunlaşkı biz aşı şarayitde çıkargan aşı hükümünü ekilip vaxtımızga mıklanmayımız, tedbiqlayamayımız. Şunun qarata yine biz hüküm çıkarışımız gerek. Çünkü Elbette. Allah kitapını berdi ve hikmetini berdi. Bir yerdeki hikmet şu prensip çıkarış. Bu nemini bildirdi Evet. diye vaqtida misalda, şunu ben en yaxshi usulini qilay. Allah kitapni berdi degan, men mush kitapni berdi degan gapi. Qur'onni berdi degan gapi. Hikmet degancha bizga Qur'oni Karimdagi prinsipga tayinib turib, hukm chiqarishni bizga berdi. Akıl. Biz Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asosan turib, hukm chiqarsak, to'g'ri bo'ladiganligini Alloh taolo biladi. Uning uchun Qur'oni Karimdagi prinsipga asosan turib, hukm chiqarish huquqini insonlarga berdi. Shu insonlar Qur'oni Karimdagi prinsipga asosan turib, qonun chiqarib, qonun orqali insonlarga hukm chiqarib qilish insonlarning qo'lidagi huquq degan gap. Naq mishadiki bizga yetmay kelgan narsa Qur'onni yodalab, o'qilib, biqilib, ekep hozir kelmoqchi keptimni. Alloh zoti saqlayman dedi o. Ammo prinsipni, bu hikmetni yo'qotibdi bularchi. Elbette. Hikmetning maymun qismi qolibdi ekan. Payg'ambar alayhisalom o'zga do'raymiz deb kelgan qismi. Shu yilgi bayat o'qigan 79-oyat. Shu nimadagi Ali Imronning aşağıda deyilgan gap bor oyatning o'zida. Ben Peygamberlik ibadet kılınla deyişi mümkün mü degan. Deyişi mümkün mü degan aşağıya. Neh aşağıyetin zıtığı çıkıvetildi da hakçı. Elbette. Kur'an'dan hüküm çıkarıp ayna yaşaşının onuğa başka narsalarni ona kıldı, etti, onda kıldı, manda kıldı degan barlık hadiseler dep koyumuzga biz. Hadisler şu. Aşağıdan ekilip lan Ajunun qargışımız dep duruyordum orada. Kur'an bir yerde qilib qilinglar, hikmet bir yerde qilib qilinglar. Şunun kapşıvatımız haq bizi tinchirmaydi da, anlaştık olmadı. Keler qatimda inşallah Qur'oni Karim bir makanga xosmi degan to'g'riliq to'xtalamiz. Dunyodagi o'limalardan, o'sha Uyg'ur o'limalardan bu haqda to'xtalganlar o'z oldimiz to'xtalib tursin. Buni e'lon qilib qo'yaylik hozir. 66. kısım. 66. kısımda shuni nim qilamiz. Tamam inşallah. Ahir davomda. Bulut ko'p rahmat. Kur'an bir Men millet chekindim. Bo'ldi. Ekran sizlarga qoldi Abdulaziz birodar. Maxush. İkranı bana koyup ben bana koyup bersanglar ikranda tushkunmay o'tmay. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ders muzokaramiz nihoyatda yaxshi ko'ngilli o'tdi. Ustoz savoldan qo'rqib qochib ketadigan ustozlardan emas. Yine qaytadan savolimizga javob berdi. Nihoyatda yaxshi ochilib, yeyilib tushungan bo'ldik. Demak, darsning xulosasini bir qancha qatim qildik. Şununla yetinile Ahmetcan kardeşimiz buna ait abdan xulosa qilib berdi. Ekranda bizga tayyorlab berdi. Ustozmo bizga Qur'ondan nazar silishni qanday nazar soldiganligimizni amaliy misollar bilan, oyatlar bilan yaxshi tushuntirib berdi qarindoshlar. Agar savolinglar bo'lsa, shu darsning ostiga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ayrım bizimki Ahmetcan kardeşimiz arkalı sorsanglar bo'ladi. Men İstanbul'da yaşayatıma. Menden sorsanglar, ustazdan so'rab beringlar desanglar, men so'rab beralayman. Qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa 66-sonda Qur'oni Karim ma'lum bir makonga nima? Xosmi degan darsga kirishgacha aman bo'linglar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.